alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Olmazor tumaniga tashrif buyurib, bunyodkorlik ishlari va turli obyektlar faoliyati bilan tanishdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Toshkent bugun nafaqat yangi O'zbekistonning poytaxti va ma'muriy markazi, balki butun mintaqaning iqtisodiy, madaniy va texnologik drayveriga aylangan. Jahon sahnasidagi mavqeini mustahkamlayotgan zamonaviy megapolisdir. Qadimiy Shosh o'zining shonli va suronli tarixi davomida yuksalish va pasayish davrlarini boshdan kechirgan bo'lsa-da, bugunga kelib u erishgan strategik maqom, iqtisodiy qudrat va ijtimoiy ochiqlik avvalgi har qanday tarixiy bosqichdan tubdan farq qiladi. Bu shunchaki balandparvoz gaplar yoki subyektiv mulohazalar emas, balki so'nggi 10 yillikdagi aniq raqamlar, kuzatishlar va hayotiy o'zgarishlarning ilmiy tahliliy xulosasidir. Shonli tarixiga qaramay, Toshkentning shaharsozlik va infratuzilmasi o'tgan asrning 90-yillariga kelib inqirozga yuz tuta boshladi. Vaziyat shu qadar yomonlashdiki, poytaxtning ba'zi mahallalari sharoit nuqtai nazaridan olib qaralganda chekka qishloqlardan qolishmasdi. Ko'p qavatli turar joylar va ijtimoiy obyektlarning ahvoli esa o'ta achinarli edi. 2016-yil mamlakat va uning yuragi Toshkentda umid, harakat va tub yangilanish kayfiyati qayta jonlangan davr bo'ldi. Aynan shu paytdan boshlangan keng ko'lamli islohotlar bugungi Toshkentning iqtisodiy mo'jizasiga asos soldi. Poytaxtimizning iqtisodiy ko'rsatkichlari bugungi kunda dunyoning eng tez rivojlanayotgan shaharlari reytingida munosib o'rin egallaydi. 2016-yilda Toshkent shahrining yalpi hududiy mahsuloti bor yo'g'i 37,1 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yil yakuniga ko'ra bu raqam 367 trillion so'mga yetdi. Bu so'nggi 9 yil ichida iqtisodiyotning misli ko'rilmagan darajada qariyb 10 baravar o'sganini anglatadi. Poytaxt sanoatida ham sifat o'zgarishlar yuz berdi. 2016-yildagi 23,5 trillion so'mlik ishlab chiqarish hajmi 2025-yilda 207,3 trillion so'mga ko'tarildi. Eng muhimi, Toshkent endilikda faqat iste'mol tovarlari emas, balki yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqaruvchi mintaqaviy hubga aylandi. Xizmat ko'rsatish sohasi ham iqtisodiyotning asosiy drayver sifatida shakllandi. Sarmoya oqimi shaharning ertangi kuniga bo'lgan ishonchning eng asosiy ko'rsatkichidir. 2016-yilda Toshkent iqtisodiyotiga 9,2 trillion so'm investitsiya yo'naltirilgan bo'lsa, 2025-yilgi tahlillarga ko'ra bu raqam 12 trillion so'mga yetdi. Mamlakat yetakchisining ochiqlik siyosati Toshkentni global biznes xaritasidagi muhim va ishonchli manzilga aylantirdi. Eksport hajmi ham jadal o'sdi. Bu ko'rsatkich 2025-yil yakuniga ko'ra 4,4 milliard dollarni tashkil etdi. Toshkentdagi o'zgarishlar faqat iqtisodiy raqamlarda emas, balki har bir fuqaroning hayotida, ijtimoiy adolat tamoyillarining qaror topishida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Band qilingan aholi sonining oshishi va kambag'allik darajasining keskin qisqarishi ijtimoiy siyosatning eng katta yutug'idir. 2024-yilda 624,8 ming nafar aholi ish bilan ta'minlangan bo'lsa, 2025-yilning 11 oyidayoq bu ko'rsatkich 903,6 ming nafarga yetdi. Ishsizlik darajasi 2024-yildagi 4,5% dan 2025-yilda 4% ga tushdi. 2026-yil uchun maqsad bu raqamni 3,5% ga yetkazish. 2024-yilda kambag'allik darajasi 7,3% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilda 1,7% ni tashkil etdi. 2026-yilda kambag'allik darajasini 1% gacha pasaytirish ko'zda tutilgan. Keyingi 8-9 yilda poytaxtning ijtimoiy infratuzilmasi butunlay yangilandi. Inson qadri uchun tamoyil asosida maktab, bog'cha va tibbiyot muassasalari soni sezilarli darajada oshdi. Masalan, bog'chalar soni 2024-yilda 1020 ta bo'lgan bo'lsa, 1 yil oralig'ida 300 dan ortiq bog'cha faoliyati yo'lga qo'yildi. 2025-yilda bu raqam 1362 taga yetdi. Maktablar soni esa 2024-yildagi 472 tadan 503 taga ko'paydi. E'tibor qiling, atiga 1 yil ichida 31 ta yangi maktab ish boshlagan. Bir vaqtlar dunyo poytaxtlari orasida mavqei pasayib ketgan Azimkent endilikda aqlli shahar konsepsiyasi asosida tiklanmoqda. Poytaxt shaharlar uchun eng og'ir muammo uy-joy. Toshkentda bu masala yillar davomida yechilmay qolib, aholini charchatgan edi. 2016-2024 yillar oralig'ida minglab yangi kvartira
metrolarning, yangi massivlarning foydalanishga topshirilishi bu muammoni uzil-kesil bartaraf etdi. Keyingi yillarda Toshkentda tom ma'noda transport inqilobi yuz berdi deyish mumkin. Metropoliten tarmog'i butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. Avvallari faqat yer osti yo'nalishlariga ega bo'lgan metro endi yer usti qatnovlari bilan ham boyitildi. Hozirda Toshkent metrosi kuniga 1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat qilyapti. Umuman jamoat transportidagi yangi innovatsion yechimlar poytaxt aholisini rozi qilish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Bugungi Toshkentning xalqaro imiji tubdan o'zgardi. Shahar endi xorijiy mehmonlar uchun ochiq, xavfsiz va qulay makonga aylangan. Bir vaqtlar zerikarli va ruhsiz shaharga aylangan Toshkentda bugun turizm jadal rivojlanyapti. Tashrif buyurgan turistlar sonining dinamikasi buni yaqqol tasdiqlaydi. 2025-yilda 5 milliondan ortiq sayyoh poytaxtga qadam rajida qilgan. Bu o'sishda Toshkentning jozibadorligi oshganining o'rni beqiyos. Muxtasar aytganda, bugungi Toshkent bu nafaqat davlat boshqaruv markazi, balki mamlakat taraqqiyotini oldinga boshlayotgan qudratli iqtisodiy lokomotivdir. Biz aytib o'tgan raqamlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar, ijtimoiy o'zgarishlar va infrastrukturadagi yangilanishlar shuni tasdiqlaydiki, poytaxtning rivojlanish strategiyasi to'g'ri tanlangan va u qisqa muddatda shaharning qiyofasini ham, mazmunini ham tubdan o'zgartirishga qodir bo'ldi. Bu tarixiy o'zgarishlarning zamirida esa prezidentning poytaxt va uning xalqiga bo'lgan samimiy mehri va qat'iy e'tibori, inson qadri uchun tamoyilga asoslangan hayotiy islohotlar mujassam. O'zbekistonda turizmni driver sifatida barqaror rivojlantirish, turistik klasterlar tashkil etish, uni serdaromad sohaga aylantirish davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotgan eng ustuvor vazifalardan biri. Bu missiyaning sobit qadamlik bilan uddalanishi esa yangi ish o'rinlarini yaratish, infratuzilmani takomillashtirish, madaniy meros obyektlarini saqlash, turizm oqimini ko'paytirishga va albatta natijada daromad oshishiga olib keladi. O'tgan yili turizm eksporti 4,7 milliard dollarga yetdi. 2030-yilgacha turistlar oqimini 2 karra oshirib 20 millionga yetkazish reja qilingan. Turistlar qayerga keladi? Albatta tinch va xavfsiz mamlakatga. Ana shu jihatdan qaraganda bugun O'zbekiston dunyo sayyohlari uchun ishonchli va jozibali manzilga aylangan. Xalqimizning mehmondo'stligi-yu ularning doimiy e'tirofida bugun mamlakatimizda turizmni rivojlantirish uchun juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shulardan bittasini aytib o'taman. Bu davlatimiz rahbarining siyosiy irodasi bilan amalga oshirilgan vizalar tartibi soddalashtirilgan. Hozirda ularning soni 94 ga yetdi va natijada mamlakatga kelayotgan sayyohlar soni karrasiga oshib 2025-yil yakunlari bilan qaraydigan bo'lsak 11 milliondan oshib ketdi. Bu ko'rsatkich hali kuzatilmagan edi. Bugungi kunda umuman O'zbekistonda yo'lga qo'yilayotgan turizm sohasidagi yangi loyihalarni qaraydigan bo'lsak ham mamlakatimizda mavsumiylik degan tushuncha yo'qolib bormoqda va yo'lga qo'yilayotgan ko'plab yangi loyihalardan biri bu turizm ko'chalari. Ayni paytda biz eski shaharning Zarqaynar turizm ko'chasidamiz va kuzatsangiz bir ko'chada ming taassurot. Davlatimiz rahbarining Olmazor tumaniga qilgan tashrifining ilk manzili ham ana shu lokatsiya bo'ldi. Olmazor tumanida tashkil etilgan mazkur unikal loyihaning umumiy hududi 447 gektarni tashkil etib, 15 ta mahallani bir-biriga bog'lovchi 6 ta ko'chada barpo etiladi. Uzunligi 7,3 kilometrdagi ko'chada 6,5 ming xonadon istiqomat qiladi. Zarqaynar turizm ko'chasi bu tarixiy, madaniy salohiyatga ega bo'lgan sayyohlar uchun qulay xizmatlar yo'lga qo'yilgan hudud. Ushbu ko'cha Toshkentning eski shahar qismida tarixiy madaniy obyektlar to'plangan manzilda joylashgan. Uning yaqinidagi ko'p binolar va mahalliy ko'chalar bir asrdan ortiq vaqt davomida yashab kelmoqda. Zarqaynar ko'chasi shunday tarixiy joylarni saqlab qolish va targ'ib qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Turistik va madaniy hududga aylantirishdan maqsad aholining bandligini ta'minlash, milliy qadriyatlarni asrash va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan. Yodgorga bugun O'zbekiston dunyoni e'tiborida, mana o'zingiz ham guvoh bo'lib turibsiz, har tomonlama va shuni natijasida mamlakatimizga sayyohlar oqimi ham, ya'ni turistlar ko'payib kelmoqda. Va bu kabi mana Toshkentni eski shaharida shunaqa turizm ko'chalarini tashkil etilishi. Aynan mana shu ko'chalarda bilishimizcha bolaligingiz o'tgan ekan, xotiralar bilan qanday hozir solishtirib bir yodga olasiz o'sha ko'chalarni va bugungi kunni? Juda ham hayajondaman. Bu ko'cha vaqtlar o'tib mana shunday bo'lishini tasavvur qilgan emasman. Zarqaynar shunaqangi bir qaynab turibdi bu ko'cha. Hammani ko'zini quvontiradigan darajada o'zimizni ko'zimiz quvonsa demak keladigan turistlar bundan ham 2-3 baravar ko'p quvonishiga meni ishonchim komil. Hozir mana buni ko'rib aytyapman-ku, ko'zim quvonayapti deb. O'zbekistonimizga muhtaram prezidentimiz orqali butun dunyo ko'z tikyapti. Kirib kelyapti. Ko'rasizlar hali bu turistlarning ko'payib ketib,
Bu yerga sig'izdirolmay ham qolamiz. Iloyim shunaqa bo'lsin. Butun dunyodan investitsiya kirib kelyapti. Ham ichki, ham tashqi adolatli siyosatlari natijasida bo'layotgan narsalar. Bu bekordan bekor qilingan emas. Bu o'sha tariximizni, ota-bobolarimizni o'sha paytdagi qilgan ishlari, o'sha san'atda, me'morchilikda ana shu narsalarni qarang tiklab turib qilinishi, bu saqlab qolinishi, joziba berilishi, bu o'zidan o'zi bo'lgani yo'q bu narsalar. Buni tagida hammasida mehnat, shu muhtaram prezidentimizni harakatlari tarixiy kinoga tushib qolgandek bo'ldim. Men kechqurun shunaqangi o'ylab ham qo'ydim. Bir narsalarni qo'limdan kelsa bir film qilsam, mana shu yerlarda suratga olish jarayonlarini ham o'ylab qo'ydim. Demak, ijodkorga ilhom baxsh etuvchi ko'chaga aylanadi. Albatta. Zarqaynar bu oddiy ko'cha emas. Bu ko'cha bo'ylab yurganingizda go'yo Toshkent tarixi bilan yuzma-yuz kelgandek bo'lasiz. Bu tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan ochiq osmon ostidagi madaniy makon. Zarqaynar ko'chasi Chorsu bozorini islom sivilizatsiyasi markazi bilan bog'laydigan o'ziga xos belbog' bo'ldi. Toshkentning tor ko'chalaridan birida turibmiz, lekin qadim Toshkent ko'chalari aslida bunday bo'lmagan. Negaki, masalan, mana bunday temir darvozalar, eshiklar hayotimizga 20-asrda kirib keldi. Ohakli devorlar ham aslida yaqin tarix. Toshkentning tarixi 100-200 yillar bilan o'lchanmaydi. Asl Toshkentning bir necha ming yillik tarixi bor. Xo'sh, ko'chalari qanday bo'lgan? Xuddi mana shunday g'ishtin devorlar, g'ishtin yo'llar, mana bunday naqshli, taxtali eshiklar. G'afol Shoshiy Hazrati Imom ziyoratlariga odamlar xuddi mana shu ko'chalardan yurishgan. Aslida sayyoh uchun ham tirik tarixni eslatuvchi mana shunday qadamjolar qiziq. Millatning an'analari, urf-odatlari qiziq. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun respublika byudjetidan 150 milliard so'm ajratilgan. Bu yerda tadbirkorlik faoliyatiga ham keng yo'l ochilgan. 100 nafar tadbirkor tomonidan 166 milliard so'm investitsiya kiritildi. Turizm ko'chasida ushbu mehmonxonani tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Prezidentimiz tashabbuslari bilan Islom sivilizatsiya markazi loyihasi tashkil etilindi. Bu loyihada juda ham ko'p loyihalar ichiga biriktirilgan edi. Bu loyihalarning ichida biza SAS kompaniyamiz bilan ikkita loyihada hozir qatnashyapmiz. Bittasi mana bu Zaraya mehmonxonasi 30 kishilik o'rinli, o'ta milliy an'anaviy shaklda amalga oshirishni niyat qilganmiz. Ikkinchisi ko'p ehtimol bilan shu yulduzli mehmonxonaga harakat qilyapmiz. U Islom sivilizatsiya markazida o'ta juda ham katta mehmonxona, barcha sharoitlar yaratilgan. Jami qancha ishchi o'rin yaratyapsiz? Umumiy tarzda bir 60-70 ta o'rin ishchi o'rin yaratilinadi. Masalan, shaxsan meni bolaliklarim shu ko'chalarda o'tgan, qarindoshlar, og'aynilar bor. Bu ko'chalarda yurganimizdan keyin, bu inisiativa, bu proyektni eshitganimizdan keyin albatta biz kompaniyamiz bunga 100% deymiz, boshqa ibora topa olmadim. Bu yerda qatnashishni maqsad qilganmiz. Ko'rib turibsizlar, Toshkentning bir qadimiy bir yuragiga aylangan joy bo'ldi. Davlatimiz rahbari turizm ko'chasi bo'ylab yurar ekan, milliy me'moriy uslubda ta'mirlangan xonadonlar, obod ko'chalar va aholi uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Prezidentimiz birinchi bo'lib turistlar bilan ko'rishdilar. Prezident juda iliq va ijobiy taassurot qoldirdi. O'zbekiston go'zal tabiati va rivojlangan turistik infratuzilmasiga ega ajoyib mamlakat. Ko'plab indoneziyaliklar O'zbekistonga tashrif buyurishni istaydilar. Buyuk Ipak yo'lining boy tarixi, betakror madaniyati va albatta mazali milliy taomlari bunga sabab. Prezident bilan ko'rishish men uchun katta sharaf va men bundan juda faxrlanaman. Sayohatimiz davomida biz Samarqand, Buxoro va Toshkent shaharlarida bo'ldik. Imom Buxoriy maqbarasi hamda boshqa tarixiy qadamjolarni ziyorat qildik. Ko'plab diqqatga sazovor maskanlarni ko'rdik va mamlakatning boy madaniyati bilan yaqindan tanishdik. Ayniqsa menda Imom Buxoriy majmuasi juda katta taassurot qoldirdi. To'g'risi lol qoldim. Unda tarixiylik, ilm, innovatsiya bir marjonga tizilgandek go'yo. O'zbekiston bizda juda yorqin taassurot qoldirdi. Prezidentimiz Hunarmandlar markazida duradgor yoshlar bilan uchrashib, ularning yo'nalishi, ta'lim olishlarini davom ettirish bo'yicha suhbatlashdi va Hunarmandlar universitetini tashkil etish yuzasidan mutasaddilarga vazifalar belgilab berdi. Davlatimiz rahbarining biz uchun asosiy qo'ygan vazifalari bu turizmni rivojlantirgan holda aholini bandligini ta'minlash asosiy e'tibor, asosiy maqsad.
Shundan kelib chiqib mana bu Zarqaynar ko'chasi va davlatimiz rahbar tashabbuslari bilan tashkil etilgan Islom sivilizatsiya markazi atrofini birgalikda uyg'unlashgan holda uni ko'rilganligi va mahalliy aholini bevosita shu yerda yashayotgan aholini ish bilan ta'minlanganligi bu asosiy maqsadlardan biri. Islom sivilizatsiya markaziga bog'lagan holda eski shahar hududini alohida brend sifatida ko'tarish bo'yicha ham bugun mana bir qator topshiriqlar berdilar va aynan o'sha bo'shliq Toshkent shahri bo'yicha shu tarixiyligini ochib beradigan shu Zarqaynar ko'chasi misolida bu kabi ko'chalarni ko'plab tashkillashtirilishi bu albatta sayyohlarni ko'proq olib qolishimizga, mahalliy aholini ish bilan ta'minlashiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari hunarmandlar faoliyati bilan tanishganlarida har doimgidek har bir masalaga yondashishlari eng boshidan boshlab to'liq zanjirni tashkil etib berish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdilar va shu yo'nalishda biz ham o'zimizga hunarmandchilikni kelgusida yana rivojlantirish, tarixiy an'analarimizni, qadimiy an'analarimizni saqlab qolgan holda ilmiy jihatdan yondashgan holda yetuk mutaxassislarni tayyorlab chiqish bo'yicha ham topshiriq berdilar. Hammasini bosqichma-bosqich amalga oshirishni tashkil qilamiz. Abbos to'g'risida ishlaringizni ko'rib lol qoldim. Necha yildan beri endi faoliyat? Endi biz bolaligimizdan beri shu muhitda katta bo'lganmiz, otakaz. 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 Avloddan avlodga o'tib kelyapti. 3-sulolamiz. O, 3-sulola. Qanaqa naqshdan foydalangansiz mana bundan? Ko'rgan narsangiz shu mayda detallar, shu kichkina bir necha toladan iborat kistlarda mo'y qalamda ishlanadi. Ya'ni ko'rayotgan nimangizda bu saruni ichida 3 ta bir ranglari bor. Ya'ni juda nozik qo'l ishi, qo'lda qilinadi. Unga juda sabr, qunt, ko'z nuri kerak bo'ladi. Mana prezident bilan suhbatingizni eshitib turdimda, davlat rahbari hunarni ilmi haqida gapirdilar-da. To'g'ri, rivojlanyapti hunarmandchilik, lekin ilm yetishmayotganini aytib o'tyaptilar, to'g'rimi? To'g'ri. Afsuski bizda bu sohadan biz ancha uzilib qolganmiz. Eski qo'lyozmadagi namunalardan foydalangan holda, ya'ni shularga taqlid qilib, ulardan shu nimalarni parchalarini olib, shu tarzda davom etib o'rganib kelingan. Endi buni o'zi aslida markaz bizda bo'lgan, O'rta Osiyoda, shu Samarqand, shu Mo'g'rin Nahr davrida O'zbekistondan tarqalgan bu nima. Afsuski oqsab qolgan. Hozir bu misol uchun Turkiya, Eronda universitet darajasida o'qitilib, bu sohaga diplom beriladi. Qarang, Toshkentdagi qadimiy naqsh Turkiyada ilm sifatida o'rganilyapti-da. Endi jiddiy bu sohada bir ilmiy ishlar, izlanishlar ko'p olib borilmaydi. Men prezidentimiz tomonidan shu dolzarb mavzu, muammoni o'zlari ko'tardilar, shu taklifni berdilar. Bizda mana shu amaliy san'atlarni alohida bu universiteti bo'lsin. Demak, hunarni egallash bilan birga uni o'sha ilmini ham, adabiyotini ham o'qib borish kerak ekan, Abbos, to'g'rimi? Ilmi bo'yicha qilganingizdan keyin bu albatta uni qiymati ham oshadi, narxi ham baland bo'ladi. Mazkur ko'chada joylashgan obyektlar zamonaviy arxitektura yechimlari, milliy an'analar bilan uyg'unlashgan dizayn va xizmat sifati bilan e'tiborni tortadi. Bu yerda 7 ta mehmonxona, 8 ta restoran, 5 ta hunarmandlik markazi, 1 ta savdo markazi, 125 ta xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil etilgan. Do'konni ijaraga oldik. Imji Baby brendi asosida ishlaymiz. Bizda ishlab chiqarish, bolalar buyumlarini ishlab chiqaramiz. Bolalar to'shaklari, ko'rpa, yostiqlari, hamma chaqaloqlarga nima kerak bo'lsa, hammasini ishlab chiqaramiz. Va hammasi qo'l mehnati. Qo'l mehnati, hamma narsa qo'l mehnati. Bolajonlarimiz uchun 100% paxta matosidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Mana shu 24 nafar qo'limda ayol ishlasa, shunaqa kun kelib xursand bo'lib ishga kelishadi. Shu chaqaloqlar uchun ishlab chiqaryapmiz deb xursand bo'lishadi. Yaxshimi, shunaqa sharoitlardan xursandmisiz? Juda ham xursandman. Prezidentimizga rahmat aytaman, chunki bizni yoshlarga, ayollarga yaratib berayotgan imkoniyatlari bizani juda ham quvontiryapti. Mana har bitta ayollarimiz, ishchi ayollarimiz nomidan ularga katta rahmat aytmoqchiman mana bugun. Sayyohlar uchun mo'ljallangan mehmon uylari, ovqatlanish maskanlari, savdo va maishiy xizmat shoxobchalari yagona konsepsiya asosida shakllantirilgan. Bu esa nafaqat tashqi ko'rinish jihatidan, balki xizmat ko'rsatish madaniyatida ham yaxlit tizimni vujudga keltirgan. Loyiha doirasida 558 ta xonadon milliy ko'rinishda ta'mirlandi. 300 ta xizmat ko'rsatish subyektlari hisobiga 1,5 mingta ish o'rni yaratildi. Kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik rivojlanmoqda. Davlatimiz rahbari obyektda hunarmandlar mahsulotlari bilan tanishib, Fransiyada tajriba oshirib kelgan tadbirkor dizayner bilan ham suhbatda bo'ldi. Eleonora Rizayeva ayollar tomonidan o'zbek madaniyati, urf-odatlarini targ'ib qilish maqsadida yaratilgan eksponatlarni taqdim qildi. Prezidentimiz bu bizning madaniyatimiz ekanini e'tirof etib, tariximizni targ'ib qiladigan bunday loyihalar uchun minnatdorlik bildirdi. Elnora, xuddi buviga tushib qolgandek bo'ldim-da. Shunaqa. Biz ilgari bolaligimizda mana shu ko'rpachalar, mana shu chok mashina,
Bu xuddi o'sha ko'rpachalar, xuddi o'sha chok mashina. Turmush o'rtog'imni katta buvisi shu mashinkada tikkan va qiyin bo'lganda bu mashinka 10 ta odamga ovqat ta'minlagan desak bo'ladi. 10 ta odamni boqqan. Ha, 10 ta odamni boqqan. 5 mana buvimniki, buvimdan qolgan. Biz uchun nimasi muhim? Bu nafaqat turistlar uchun, bu nafaqat mehmonlar uchun, bu mahalliy odamlar uchun. Chunki bizning ayollarimiz hozir informatsiya asri, bilasiz, Instagramda, TikTokda ko'p odamlar xohlaganini gapiradi. Wikipediyaga kirsangiz ham doim ham to'g'ri narsalar bo'lmaydi. Bizning ayollarimiz bilish kerak to'g'ri informatsiya. Ayollar har xil kiyingan, har xil ishlarni qilgan. Eng asosiysi Elnora, ilgarigi ayollar ilmli bo'lgan. Ilgarigi ayollar jadid bo'lgan, ayol shoiralar bo'lgan, o'qishi ham, yozishi ham bilishgan, o'qishgan. O'zbekistonda doim ayollar ilmli bo'lgan. Boshqa mahalladagi ayollar bilan ishlaymiz. Masalan, ularga ish beramiz. Demak, kasanachilik. Ha, va masalan, hunarmandlar bilan, kichik hunarmandlar bilan ishlaymiz. Farg'onadan, Andijonning qishloqlaridan ular bizga kashta qilib berishadi, qavib berishadi. Prezident bilan suhbatchi qanaqa bo'ldi? Ozgina hayajonlaringiz. Juda ham hayajonlandim, chunki bilasizmi, biz shu proyektda, shu loyihani shunaqangi ham yaxshi ko'ramiz, shunaqa ham ilhom bilan qilganmiz va ularni gaplarini eshitib Bizda juda ham xursand bo'ldik. Bizda juda ham kuchli motivatsiya bo'ldi. Ushbu manzilda davlatimiz rahbariga Olmazor innovatsion o'sish hududini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan master reja taqdimot qilindi. Mazkur hududning master rejasi Turkiya kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilmoqda. Taqdimotda hududni fazoviy hududiy rivojlantirish konsepsiyasi, ehtiyojlarni baholash natijalari hamda funksional zonalashtirish yechimlari ko'rsatib o'tildi. Master rejaga muvofiq ta'lim, innovatsiya, turizm va savdo, madaniy meros, biznes hamda IT xizmatlarini qamrab olgan rivojlanish koridorlari shakllantiriladi. Eski shahar atrofida talabalar shaharchasi, universitet va texnoparklar, sog'liqni saqlash, shuningdek Islom sivilizatsiyasi markazi, Hazrati Imom majmuasi, Chorsuv va tarixiy shahar markazini o'z ichiga olgan turizm yo'nalishlari o'zaro bog'lanadi. Shu bilan birga Shimoliy markaziy ishbilarmonlik hududida ofislar, IT park va biznes markazlarini rivojlantirish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz ishlab chiqilgan master reja bo'yicha takliflarni ham berib o'tdi. Har bir ko'cha uchun kamida 5 yillik master reja ishlab chiqish zarur. Shveysariyaning Davor shahrida binolar saqlangan holda shahar muhiti sharoitiga mos ravishda rivojlantirilayotganini ko'rdim, dedi prezidentimiz. Biz ham eski shaharni asrab avaylashimiz, yanada rivojlantirishimiz shart. Shu maqsadda alohida eski shahar dasturini ishlab chiqish zarur, dedi davlatimiz rahbari. Bu proje sadece Almazor'da 43 hektarlık bir alanın... Ushbu loyiha faqatgina Olmazor tumanidagi 42 gektar maydonni qamrab olgan emas, balki yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot va xizmatlar yaratish orqali Olmazor, Toshkent va butun O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qilishni ham maqsad qiladi. Biz iqtisodiyotning turli sohalari va yo'nalishlaridan investitsiyalarni jalb etishni rejalashtirmoqdamiz. Jami 12 ta loyiha ishlab chiqilgan bo'lib, ularning aksariyati investorlarni jalb etishga allaqachon tayyor. Investorlar tomonidan qiziqish juda yuqori. Ularning ko'pchiligi hozirning o'zida Toshkentda faoliyat yurityapti va aynan Olmazorda o'z loyihalarini kengaytirish istagini bildirmoqda. Ushbu hududning joylashuvi mutlaqo strategik ahamiyatga ega. U Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markaziga yaqinligi bilan ham muhim. Bizning maqsad ushbu loyihani butun atrof hududni transformatsiya qilish uchun katalizatorga aylantirishdir. Turizm va xizmatlar sohasi esa ko'proq sayyohlarni jalb etib, sifatli ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Umuman olganda loyiha doirasida taxminan 7500 ta ish o'rni yaratilishi, 2500 nafar aholi yashashi, 1200 ga yaqin talabani joylashtirish hamda mehmonxona qurish nazarda tutilgan. Bu haqiqatan ham ilhomlantiruvchi loyihadir. Bugun prezident bizga yana katta ishonch bildirdi. Endi loyihamiz kengayadi. Keng ko'lamli islohotlar va prezident Shavkat Mirziyoyevning strategik qarashlari tufayli mamlakat ta'sirchan rivojlanish suratlarini namoyon etmoqda. Bugungi O'zbekiston aslida hali to'liq ochilmagan noyob durdonadir. Turizm jadal sur'atlarda rivojlanmoqda va har yili sayyohlar soni ortib bormoqda. Biroq biz uning salohiyati bundan-da ancha yuqori deb hisoblaymiz. Shu yerda prezidentimiz Olmazor tumanining mahalla faollari bilan ham samimiy muloqot qildi. Hamma sohada ilm bilan, bilim bilan harakat qilsak, natija bo'layapti. Buni ko'rib turibmiz. Bir paytlari shahar deyardik-ku, lekin shaharda ichiga kirishga jazm qila olmasdik. Nimaga desangiz, sharoitimiz yo'q edi. Islom sivilizatsiya markazini shaharda qurganimdan maqsad odamlarimizga manfaat nuqtai nazaridan, milliy g'urur, iftixor nuqtai nazaridan juda katta manfaat olib kelgan makon bo'ldi. Endi shuni atrofini rivojlantirishimiz kerak. Shaharimiz qadriyat bu. Bu qadriyatni saqlab qolish
bizga mas'uliyat. Yangi shahrimizda Toshkentda baland imoratlar quryapmiz. Bu ham zamonda zayili bilan kerakdir. Lekin shaharda buni qilsak xato bo'ladi. Shu bobolarimizdan qolgan urf-odatlarimiz, ko'chalarimizda ariqda suvlar bo'lgani, onamiz qizlarimizga qanday tarbiya bergani, farzandlarini qanday o'qitganimizni hammasini amalda ko'rsatgan bir tizim yaratish. Shahar makonida 450 gektarga yaqin joy bor bizda hozir. Bilasizlarmi, Turkiyada qadriyatlarni saqlab qolgan. Juda ko'p turistlar kelyapti. O'zbekistonga 16-yil agar 2,5 millionga yaqin turist kelgan bo'lsa, 25-yil yakuni bilan 11,7 million kishi keldi. Biz agar Toshkentimizni ertangi kunini o'ylasak, bugun mutaxassislarga topshiriq berdimki, bular faqat Olmazor rayonini qildi. Lekin yo'q, Olmazor rayoni emas, shu butun shahar makonimizni bir xil loyiha qilib, loyihaga qayerga nimani qo'yish kerak, ilm bilan qilsak, bu bizdan mulk bo'lib qoladi kelajak avlodimizga, farzandlarimizga, umuman jonajon azim poytaxtimizga. Zarqaynar ko'chasi ilgariga paytlarida betlidan tor yo'l edi. Tor ko'chalar. Avtobuslar shu o'tadigan bo'lsa, devorlarga tegib o'tib ketardi shu yerda. O'nqur-cho'nqur joylar, O'nqur-cho'y, Qumloq, Qorasaray atroflari, Zarqaynarlar betlar. Xastimom atroflari, Prez olishi tomonlar. Betlar juda bir tor ko'cha edi. Ikkita transport kelib qolsa, bir-biriga ishqalanib o'tardi. Imoratlarning chetlarini urib ham ketardi mashinalar, avtobuslar. O'zgarishlar juda jarayonlar juda katta. Bunga aql bovar qilmaydi. Prezidentimiz 2 yil ilgari aytgan edilar, shotlarni shunaqa qilamiz deb. Shotlar amalga oshganiga men o'zi aqlim hayron. Uncha-muncha davlatlarda bunaqa sharoit yo'q. Bunga shukr qilish kerak. Shukr qilib yashagan inson yomon bo'lmaydi. Prezidentimizga ming rahmat. Dillarida nima niyatlari bo'lsa, niyatlarini bersin. Bugungi muhtaram prezidentimizni bizning tumanimizga tashriflari nihoyatda odamni hayajonlantiryapti. Ular tumanimizga adashmasam 27 marta keldilar. Shaxsan men o'zim ham hayajon bilan sababi bir kun oldingina Shvetsariyaning Davos shahrida tinchlik kengashiga qatnashib o'sha yerda imzoladilar. Bu dunyo hamjamiyatida O'zbekistonni tinchlik tarafdori ekanini isbotlovchi bir voqea bo'ldi. Muhtaram prezidentimizga bizning nuroniylarni kayfiyatini juda xursand bo'lganlarini bugun men o'z o'zim bilan aytdim. Keyingi paytda tumanimizda bu bo'layotgan katta o'zgarishlar bu yangi O'zbekiston tarixiga yoziladigan o'zgarishlar bo'layapti. Bu hammasi xalqqa bo'lgan mehrlari. Toshkentda, shaharda tug'ilib o'sganman. Endi buni hammamiz o'zgarishimiz shohidi bo'lyapman. Mahalla hayotiy maktab, universitet desam bo'ladi. Bu ko'chada ko'p bo'lganmiz. Endi u paytda umuman boshqacha edi. Dadam taniqli san'atkor, hamma hurmat. Karim aka keling. Bu narsalar qolardilar. Keyin o'sha sal chetroq joyda bo'lsa, Karim aka keling, bir piyola choyimiz bor. O'sha bir piyola choyimni o'shalarni keyin hali shirinliklar berishardi. Biz o'shanga ishqiboz bo'lib, dadam yonida yurardik. Rahbarimiz bunga qanaqaki e'tibor bilan, nafaqat e'tibor bilan, jonkuyarlik bilan qalblaridan qilayotgan bu o'zgarishlar, bu mehr sezilyapti ko'chada. Mehr sezilyapti, fayz baraka hammasi sezilyapti. Shuning uchun endi aytayapman, kundan kunga Toshkentimiz go'zalligi chiroy qo'shilib bo'lyapti. Hammasini o'zgarishlarni shohidi bo'lyapmiz, ko'ryapmiz. Shuning uchun biz boshqacha ko'z bilan qaraymizmi? Shuning uchun ayniqsa bolaligingiz o'tgan ko'chalar. To'ppa-to'g'ri o'sha gap, Toshkentim onam, Toshkentimga ko'z tegmas. Zarqaynar turizm ko'chasi O'zbekistonning boy madaniyati, mehmondo'stligi va zamonaviy taraqqiyotini o'zida mujassam etgan sayyohlik qiyofasidir. Kechkirishi bilan esa ko'cha yanada jonlanadi. Yorug' chiroqlar, milliy musiqa sadolari, yo'l-yo'lakay suhbatlar, bularning barchasi Zarqaynarga o'ziga xos muhit bag'ishlaydi. Zarqaynardagi qaynayotgan hayotni his qilish uchun bu yerga kelish kerak, ko'rish kerak.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Olmazor tumaniga tashrifi chog'ida bu gal ham o'sha muhim masala ko'tariladi. Respublikamizning og'ir tumanlari va mahallalarida kambag'allikni qisqartirish borasidagi endigi choralar. Bu davlat siyosatidagi juda muhim masala. Dilnoz mamlakat rahbari doim aytadi, islohotlarni eng avvalo mahallaga tushirish kerak, o'shandagina natija tezroq bo'ladi. Aynan bu kambag'allikni qisqartirish borasidagi choralarimiz faolroq ko'rindi. Mana qisqa vaqt ichida kambag'allik darajasi 508% ga tushdi va 8,5 million aholi kambag'allikdan chiqarildi. Qolaversa, ishsizlik darajasi 906 dan 408% ga tushdi. 2 baravar kamayish. Bu haqiqiy natija degani, lekin hali hamma vazifalar bajarildi emas. Bugun respublikamizda 1435 ta mahalla kambag'allikdan xoli mahalla maqomini olgan bo'lsa, endigi vazifalarimiz bundanda kattaroq, bundanda ko'proq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti demak, mahallalarni rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili avvalida shu yo'nalishdagi endigi vazifalarimizni belgilab beradi yig'ilish jarayonida. Hududlar bilan video konferensiya aloqa orqali ulanish jarayoni. Mas'ullar o'zaro raqamlarni solishtirmoqda. Kimdir ko'rsatkichlarni aniqlashtiryapti, kimdir muddatlarni tekshiryapti. Ishchan muhit, rejalar va maqsadlar aniq. Kecha kun bilan buguni solishtirib bo'lmaydi. 5 milliondan ortiq aholini daromadini ko'paytirishga xizmat qildi. 4 trilliondan ziyod mablag' berilyapti. Inson qadri uchun. Prezidentimiz ta'kidlamaylik, asosiy ish mahallada bo'lishi kerak. Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi hayotiy mazmunga ega masala. Qayerda elektr, qayerda hali ham suv ta'minotida uzilishlar bor, qayerda yangi ish o'rinlari yaratish kerak. Yil boshidan mana hurmatli prezidentimiz shu eng dolzarb masala bo'lgan aholi daromadini oshirish, kambag'allikka mutlaqo barham berish bo'yicha bir qator vazifalarni bugun topshiriqlarni demak berishlari kutilyapti. O'zi umuman bu yil boshidan bu masala juda katta ham tayyorgarlik ko'rildi. Bu ya'niki har bitta hududda o'sha aholi tadbirkorlarimiz, hokim yordamchilari bilan birma-bir suhbat qilib, ulardan hamma takliflarni yig'ib oldik. Juda ham katta o'zgarishlar va yangicha yondashuvlar bo'ladi. Men inqilobiy o'zgarishlarni bugun yig'ilishdan kutib qolyapman, chunki bu yangi sifat nuqtai nazaridan juda katta yangi bosqichga chiqamiz va hurmatli prezidentimiz bu yilga 1 million aholini doimiy ishga joylashtirish, 4 million aholini daromadini oshirish va norasmiy band bo'lgan 1 million aholini soyadan chiqarish bo'yicha vazifalarni belgilab bergan edilar 19 noyabr bo'lgan yig'ilishda. Endi mana shu belgilangan vazifalarni bugun aniq mexanizmlari bilan, aniq mablag'lari bilan tushuntirib berishlari kutilyapti. So'nggi yillarda O'zbekistonda yuzlab muammoli mahallalar aniqlandi. Ularda qariyb 5 million aholi istiqomat qiladi. Davlat bu hududlarga yillar davomida o'nlab trillion so'm mablag' yo'naltirdi. Ammo bugun bu yerda gap mablag' miqdorlari haqida emas. Asosiy savol joylardagi tayyorgarlik darajasi. Nimalar real amalga oshirildi? Qaysi mahallalar og'ir toifadan chiqdi? Kambag'allikdan farovonlik sari yo'lida qanday natijalarga erishdik? O'zbekistonda umuman kambag'allik degan masalaga qarashda O'zbekistonning o'zini tajribasi paydo bo'ldi desak agar xato bo'lmaydi. Bu qadriyatlarimizga tayangan bir qarash edi. Mana shu savol qo'yilgandan keyin buni yechimlari ustida tizimli ishlar olib borildi va bu albatta ko'rsatkichlarda o'zini aksini topyapti. O'zbekistonda bugun kambag'allik qisqarib boryapti, lekin shu bilan birga bizda kasbga munosabat, daromadga munosabat, hayotni tashkil qilishga munosabat, jumladan sog'lom yashashga ham munosabat degan masalalar bilan kompleks o'zgarish ketyapti. Bu oddiygina faqat kambag'allikni qisqartirish va kambag'allarni qisqartirish degan masala emas. Bu O'zbekistondagi tafakkurni o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan masala. Meni ishonchim komil. Biz dunyoda bu masalada o'zbek qarashini albatta yaratamiz. Chunki o'zbek kambag'al bo'lishi mumkin emasda. Kambag'allikni qisqartirish masalasi bu davlat umummilliy siyosatiga aylangani o'zi ham mana shunday bir qilinayotgan ishlarning bir natijasi bilan izohlash mumkin. Juda ko'p dunyoning ekspertlari buni ochiq aytishyapti. Bu Xitoy o'z davrida juda katta bir maqsadli ishlar bilan kambag'allikdan chiqarish bo'yicha katta natijalarga erishgan. Xuddi shunday va bundan ham bir yuqoriroq natijani mana O'zbekistonda ko'rib turibmiz. Chunki tasavvur qiling, bundan 9 yil oldin har 3 nafar aholimizdan 1 nafari kambag'allik chegarasida bo'lgan. Lekin bu yopilgan, aytilmagan. Mana shuni bir dadil, jasorat bilan davlatimiz rahbari e'lon qildilar va qattiq bir haqiqiy jang, kurash boshlandi. Rahbarlar jiddiy sinovga ham hozirlanmoqda. IT sohasi juda ko'p yoshlarimizga
juda qiziqarli sohaga aylanib boryapti. Ko'proq motivatsiya qilib, ko'proq shularga sharoit qilishimiz kerak. Endi hozir mana kommunaring bayonida bilan keyingi etaplar haqida gaplashyotgandik-ki, yangi startaplar orqali bilmagan hali xayolga kelmaydigan ish o'rinlar yaratilyapti. Ana shuning uchun ham biz startaplar orqali ham nafaqat bu servis eksport orqali, balki startaplar orqali ham yoshlarimizga qo'shimcha ishchi o'rin yaratish va samaralizatsiya imkoniyati yaratish bo'yicha hozir mana oldimizga katta vazifalar belgilab oldim, ishlaymiz. Bugungi kunda yoshlarni o'zini intilishi ham, yoshlarning moyilligi ham Sherzod Atamov aytdi, startaplarga. Biz 1 yil ishladik, yoshlar bilan shu yo'nalishda juda ham qiziqish katta. Shuning uchun bu yo'nalishda ishimizni bu yil 26-yilda ham davom ettiramiz. Albatta, har bitta startap o'zidan tashqari uni foydalanuvchilari bilan ham. Foydalanuvchilar ham yoshlar. Masalan, an'anaviy biznes bilan yil davomida bir 20 ta 30 ta ish o'rni yaratsangiz, bu startaplar orqali va ularning foydalanuvchilari orqali biz o'tgan yil shuni ko'rdik o'zimiz amaliyotda, bu ishni davom ettiramiz. Bir necha barobariga 400-500 mingta bu ish o'rinlari yaratiladi, biznes rivojlanib ketadi. Aloqa venturedagi startaplarimiz dunyoning 35 ta davlatida foydalanuvchilari bor. Natijada salkam $35 million venture investitsiyasi jalb qilishdi. Mahallalardagi kichik va o'rta biznes uchun ham rejalarni ajratganmiz, loyihalarni ajratganmiz. Bugun yana o'ylaymizki, ko'rsatmalar olamiz va shu yo'nalishlarda ishimizni davom ettiramiz. Davlatimiz rahbarining ma'ruzasi. Hozircha biz uning mazmunidan bexabarmiz, ammo shunisi aniqki, muloqot butun mamlakat haqida bo'ladi. Eng og'ir rayonlar tanlab olingan, mahallalar tanlab olingan, eng og'ir mahallalar tanlab olingan. Mana hozir bu yig'ilishda ham alohida topshiriqlar bo'ladi. Shu mahallada xalqni rozi qiladigan, qadrini baland qiladigan masalalar bo'yicha 4 trilliondan ziyod mablag' berilyapti. Bu summaning orqasida nima turibdi? Xalqni rozi qilish, xalqni qadrini baland qilish, inson qadri uchun berilyapti hamma mablag'lar. Islohotlarni mahallagacha tushira oldik. Mana shu islohotlar qanchalik o'zining samarasini bera oldi? Endi beqiyos. Kecha kun bilan bugunni solishtirban bo'lmaydi-da. Prezidentimizni shuncha tashvishlar, shuncha nima bo'lib turib, mahallalarni shaxsan o'zlari ko'rarlar. Qadimdan aytardiki, mahalla otang, mahalla onang dedi. Xuddi mana shu keldi. Mana hozir aytaylikki, o'sha xalqni turmushini o'rganish uchun har bitta xonadonga bitta emas, ikkita emas, 7 talab kirishib o'rganishyapti. Tanqidiy tahliliy mulohazalar, qat'iy topshiriq va vazifalar belgilanadi. Buni yurtdoshlarimiz o'z mahallasida his qiladi. Yig'ilish zaliga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kirib keldi. Demak, qabul qilingan qarorlar ijrosi va har bir yo'nalish bo'yicha konkret tashabbuslar belgilanadigan video selektor yig'ilishi boshlanmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishi 2026-yilda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha vazirlar, hokimlar, bank rahbarlari hamda mahalla raislari oldida turgan asosiy vazifalarga bag'ishlandi. Yig'ilish tanqidiy va tahliliy ruhda o'tdi. Uchrashuv avvalida mamlakatimiz yetakchisi poytaxtning eski shahar qismida olib borilayotgan o'zgarishlar masalasiga alohida to'xtaldi. Qayd etilganidek, Toshkentdagi aynan shunday manzillarda amalga oshirilgan yangilanishlar o'zining ijobiy natijasini ko'rsatdi. Alohida aytmoqchimanki, eski shaharda qilgan konsepsiyamizda birinchi natijalarini ko'rdik. Natijalar odamlarga ma'qul bo'lyapti. Ma'qulligi shuki, tartib bo'ldi, intizom bo'ldi, madaniyat paydo bo'ldi. Odamlar yo'limizni qabul qildi desak to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun viloyat hokimlari bir kelib, ko'rib ketib, o'zlaring reja qilasizlar. Umuman Samarqandda, Surxondaryoda, Namanganda hamma yerda eski shahar qismimiz bor. Toshkentda shuni tajriba nuqtai nazaridan anchadan beri chora-tadbirlar ko'ryapmiz. Ana shu chora-tadbirlar natija bera boshlayapti. Endi faqat Olmazor rayoni emas, Shayxontohur rayoni umuman hamma Toshkentda eski shahar qismiga yaxlit loyiha qilamiz. 450 gektardan iborat Toshkentda eski shahar qismini yangidan 5 yillik rejasini qilamiz. Bu rejamizni har bitta mahalla faollari bilan, rayon faollari bilan, umuman jamoatchilik bilan tasdiqlaymiz, kengashda tahlil asosida qilamiz. Bilasizlarmi, har bir viloyatimizdagi eski shahar qismi bu bizning tariximiz. Buni avaylab saqlash burchimiz.
Shunday qilib Toshkentning eski shahari namunasidagi xuddi shu kabi ko'chalar va muhit boshqa viloyatlarda ham eski shahar mavjud bo'lgan lokatsiyalarda yaratiladi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari 2025-yilda amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib o'tdi. O'tgan yili iqtisodiyotimiz dastlabki prognozga nisbatan ancha yuqori, ya'ni 7.7% ga o'sib, yalpi ichki mahsulotimiz hajmi 147 milliard dollardan oshdi. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida o'sish sur'atlari 2024-yilga nisbatan ancha yuqori bo'ldi. Jalb qilingan xorijiy investitsiyalar 43 milliard dollarga, eksport hajmi 33.8 milliard dollarga yetdi. Yuqori iqtisodiy faollik o'sayotgan iste'mol talabiga qaramasdan inflyatsiya darajasini 2024-yildagi 9.8% dan 7.3% ga pasaytirdik. Nima uchun bu raqamlarni aytyapman? Chunki iqtisodiy o'sish qanchalik barqaror bo'lsa, infratuzilmani yaxshilashga ko'proq mablag' boradi. Bu pirovardida bandlik, daromad va turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi. O'tgan yili 366 ming oilani kambag'allikdan chiqarganimiz uchun ishsizlik 5.5% dan 4.8% ga, kambag'allik darajasi 8.9% dan 5.8% ga tushdi. Bularning barchasi islohotlarimiz samarasi bo'lib, davlat va xalq o'rtasidagi ishonch tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat. Biz 2026-yilning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilib, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha katta vazifalar belgilab oldik. Chunki mahalla bu islohot qayerda ishlayotganini ham, qayerda to'xtayotganini ham aniq ko'rsatadigan barometr. Mahallada ishsiz odam va kambag'al oila saqlanib qolgan bo'lsa, demak islohot o'sha yerga yetib bormagan. Yettilik va bankir odamlar muammosini hal qilmayotgan bo'lsa, demak shu yerda tizim ishlamayapti. Hech bir vazir, viloyat, tuman hokimi, bankir yettilikning bahona qilishga haqqi qolmadi desak to'g'ri bo'ladi. Imkoniyat va mablag' bor, qaror va dastur bor, mas'uliyat va shaxsiy javobgarlik yetishmaydi. Shuningdek, mamlakatimiz yetakchisi mavjud imkoniyatlarni ishga solish bo'yicha hokimlar va mahalla yettiligiga metodik bilim va tajriba yetishmayotgani, mas'ul vazirlik va idoralar esa ularga ko'maklashmayotganini ko'rsatib o'tdi. Arnasoyda chorvachilik, Sho'rchida banan yetishtirish, Quvada anorchilik, Bo'stonliqda asalarichilik bo'yicha aholi va tadbirkorlar yaratgan tajribalar shunday ixtisoslashuvga ega boshqa tumanlar uchun yaxshi namuna bo'la olishi, lekin bundan unumli foydalanilmayotgani qayd etildi. Bunday tajribalar hamma joyda bor, lekin ularni o'rgatib, qamrovini kengaytiradigan tizim yo'q, dedi davlatimiz rahbari. Mutasaddilarga bir oyda ishsizlik va kambag'allik yuqori mahallalardagi imkoniyatlarni o'rganib, ularga eng yaxshi tajribalarni olib kirish bo'yicha metodik qo'llanma qilib berish topshirildi. Hokimlar esa joylarda buning ijrosini tashkil etib, odamlarni ishli qilish, daromadini ko'paytirish, ularni qiynayotgan masalalarga yechim topishga mas'ul va javobgar bo'ladi. Umuman bu yil har bir vazirlik va hokimlikning faoliyati mahalla bilan bog'lanadi. Qabul qilinadigan qarorlarda ham mahallada nima o'zgarishi nazarda tutiladi, dedi davlatimiz rahbari. 1 million aholini doimiy ish bilan ta'minlash, 181 ming oilani kambag'allikdan chiqarish, kambag'allikdan xoli mahallalar sonini 2,5 barobar oshirib, 3,5 mingga yetkazish, ishsizlik va kambag'allikni 4,5% ga tushirish joriy yil uchun vazifa etib belgilandi. Dekabrda aholi va tadbirkorlar muammosini o'rganib, yechim topish uchun tumanlarga odam chiqardim. Ishchi guruhlar infratuzilma, turmush darajasi, biznes faollik, moliyaviy imkoniyatlar kabi 20 ta mezon asosida 37 ta og'ir tumanni aniqladi. Bundan tashqari har bir tumanni tahlil qilib, kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan 903 ta og'ir mahalla tanlab olindi. Yana 33 ta tuman va 330 ta og'ir mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish ishlarini boshlab o'tgan yili qaror qabul qilganmiz. Asosiy kuchni 70 ta tuman va 1000 ta og'ir mahallaga yo'naltirsak, kambag'allik darajasini 3% dan pasaytirishga erishimiz mumkin O'zbekiston sharoitida. Bu yil infratuzilmani yaxshilash uchun viloyatlarga 20 trillion so'm beryapmiz. Shuni 12 trillion so'mi og'ir tuman va mahallalarga yo'naltiriladi. Respublikadan mahalliy byudjetga qaytadigan mablag'ni 2 karra ko'paytirib 4 trillion 200 milliard so'm beryapmiz. Endi viloyat hokimlari og'ir tumanga 10 milliard so'mdan, 903 ta mahallaning har biriga 1 milliard so'mdan ajratadi. Qo'chqor bunga qo'shimcha har bir og'ir tumanga 50 milliard so'm, og'ir mahallaga 2 milliard so'mdan mablag' yo'naltiradi. Bu tuman hokimlari va mahalliy kengashlar
og'ir tuman va mahallalar uchun qo'shimcha yana 4 trillion so'm oladi degani. Hokimlar eshitib olsin, bu mablag'lar infratuzilmani yaxshilash orqali kambag'allik va ishsizlikni 2 karra qisqartirishga xizmat qilishi shart. Ushbu tuman hokimlari bir haftada aholisiga murojaat qiladi. Qaysi mahallada nechta odamni ishli qilishi, qancha oilani kambag'allikdan chiqarishni mahalla yurib tushuntiradi. Shuncha mablag' bergandan keyin tuman hokimi xalqning oldida mas'uliyat olishi zarur va javob berishi shart. Hokimlikning faoliyatiga xalqning o'zi baho beradi bundan keyin. Endilikda hududlarni sanoat va qishloq xo'jaligi va servisdagi solishtirma ustunligidan kelib chiqib rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari bu tizimni Furqat va Dehqonobod tumanlari misolida tushuntirib berdi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga 70 ta tuman va 1000 ta og'ir mahallalarning solishtirma ustunligini tahlil qilib, ish o'rni va daromadini ko'paytirishga turtki beradigan infratuzilma loyihalari bo'yicha alohida dastur qilish va moliyalashtirishni boshlash topshirildi. Har bir tumanda 5-10 ta mahallani bog'laydigan 1-2 gektarli sanoat zona va klasterlar tashkil qilinib, 100 ming nafar odam uchun ish o'rinlari yaratilishi belgilandi. Hududlarning bosh rejasini ishlab chiqish uchun Fransiya, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Turkiyadan mutaxassislar olib kelinmoqda. Lekin o'zimizdagi 18 ta oliygohda arxitektura yo'nalishida yiliga 7 mingga yaqin mutaxassis tayyorlanmoqda. Hokimlar va bitiruvchi talabalarni 903 ta og'ir mahallaning bosh rejasiga jalb qilib, ularni chet ellik mutaxassisga biriktirsa, bu yoshlarimiz uchun ham kasbiy amaliyot, ham tajriba maktabi bo'lishi ta'kidlandi. Talabalar o'rtasida mahalla bosh rejasini ishlab chiqish bo'yicha tanlov e'lon qilinadi. Bunday mahallalarga yangicha qiyofa olib kiradigan eng zo'r loyihalarni ishlab chiqqan talabalar jamoasiga 100 million so'mdan mukofot beriladi. Bu orqali zamonaviy yosh arxitektor va urbanistlar korpusi shakllantirilishi ta'kidlandi. Shuningdek, yig'ilishda og'ir tuman va mahallalarda aholini ishli qilish hamda daromadini ko'paytirish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi. Endi og'ir tuman va mahallalarda aholining ishli qilish va daromadini ko'paytirishga o'tamiz. Avvalo bunday hududlarni barqaror elektr bilan ta'minlash masalasini hal qilishimiz zarur. Buning uchun 903 ta mahallaning har birida 300 kilovatlik kichik quyosh stansiyasi qurib, mahallaga beg'araz aktiv sifatida beriladi. Stansiyalardan olingan yashil energiya hisobidan har bir mahallada 400-500 million so'm qo'shimcha daromad keltirayotgan iqtisodiy aktiv paydo bo'ladi. Bu yashil daromad, yashil chora-tadbirlarni amalga oshirishga sarflanadi. Ya'ni bu mablag'lar ehtiyojmand xonadonni yashil ta'mirdan chiqarib, energiya xarajatlarini kamaytirish va turmush sifatini yaxshilashga yo'naltiriladi. Hokimlar eshitib olsin, quyosh stansiyalarini ekspluatatsiya qilishga ushbu mahallalarda yashovchi kambag'al oila a'zolari ishga olinadi. Allayarov, Badriddinov hokimlar bilan birinchi guruh nogironligi bo'lib, oilasida mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan 6700 ta xonadonni energiya tejamkor qilib ta'mirlashni boshlasin. Bu ishlarni ixtisoslashuv darajasi yuqori bo'lgan yana 1000 ta ilg'or mahallada ham amalga oshiramiz. Bunda Mirzo Mahmudov hokimlar bilan kichik quyosh stansiyalarini qurib, tayyor holda 7 yil muddatga mahallalarga foizsiz lizingga beradi. Davlatimiz rahbari ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish uchun mahallalar ixtisoslashuvini chuqurlashtirish zarurligini ta'kidladi. Chuqur ixtisoslashgan mahallada turmush farovonligi ancha yuqori, ijtimoiy yordam oluvchilar ham 2 karra kam. Shu bois yig'ilishda bu borada yangi vazifalar belgilandi. Bugungi kunda 903 ta og'ir mahallada 100 ming gektar tomorqa va ijara yerlari bor. Agar hokimlar yettilik bilan suv ta'minotini yaxshilab, urug' ko'chat yetkazib, ixtisoslashuvni tizimli yo'lga qo'ysa, bilasizlarmi, u yerdagi odamlarning daromadi, turmush sharoiti albatta keskin o'zgaradi. Misol uchun, Nishon tumanidagi Oqoltin mahallasiga nasosda suv chiqarilgani uchun 25 yil tomorqasiga ekin ekmagan 280 ta xonadon 50-60 million so'm daromad olishni boshladi. Buni uddalagan mahalla aholisi bugungi ichki yo'llar holatini yaxshilashni so'rayapti. Ularni taklifini inobatga olib, ertani o'zida 1,5 milliard so'm ajratamiz. Marhamat, yana qaysi mahalla o'zi bosh bo'lib, aholi ko'nikmasiga qarab hududini ixtisoslashtirsa, tomorqaga ekin ektirib, xonadonlarni daromadini 3 karra oshirsa, yo'l, suv, sug'orish tarmog'ini yaxshilash uchun yana 2 milliard so'mdan ajratishga tayyorman.
Shuningdek, davlatimiz rahbari yig'ilish davomida mahallalarni moliyalashtirish tizimining yangi mexanizmi haqida to'xtalib, bu borada yangi vazifalarni belgilab berdi. Endi mahallada ixtisoslashuvni rag'batlantiradigan qo'shimcha moliyaviy mexanizmlar yo'lga qo'yiladi. Xususan tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklariga sertifikati bor ko'chatlarni sotib olish xarajatining yarmini byudjetdan qoplab beramiz. Mevani turiga qarab shpalerlar uchun 20 ming so'mdan 70 ming so'mgacha alohida subsidiya ajratamiz. Tomorqaga tomchilatib sug'orish joriy qilganlarga har sotiq uchun 160 ming so'mdan kompensatsiya davlat to'lab beradi. Agar usta dehqonlar mahalladagi har bir 10 ta xonadonga eksportbop mahsulotni yetishtirishni yo'lga qo'yib o'rgatsa, 2 million so'mgacha, tomorqasi bor xonadonni kamida 30% da buni qilsa, yana 70 million so'mgacha mukofot beramiz. Bu yil 2000 gektar o'rmon yeri 4000 kambag'al oilaga 50 sotiqdan tutzor qilish uchun 10 yilga bepul beriladi. Bunda pilla kooperativi tuzish uchun ehtiyojmand oilalarga 4 million so'mdan alohida subsidiya ajratiladi. Bundan tashqari, uyda pilla yetishtirish istagidagi ehtiyojmand oilalarga xonani jihozlash uchun uskuna olish uchun 20 million so'mgacha foizsiz suvda beriladi. Video selektor yig'ilishi davomida ta'kidlanganidek, joriy yilda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga 140 trillion so'm kredit ajratilishi belgilangan. Ochiq aytish kerak, hozir banklar taklif qilayotgan kreditlar barcha tuman va shaharlar uchun bir xil. Endi o'zingiz ayting, Olmazor bilan Bo'zatovdagi imkoniyat va sharoitni taqqoslab bo'ladimi? Lekin oilaviy tadbirkorlik uchun ikkala tumanga bir xil 17,5% kredit ajratilyapti. Endi 37 ta og'ir tumanda ushbu dastur doirasida kreditlar 12% dan beriladi, dedi davlatimiz rahbari. Barcha tumanda oilaviy tadbirkorlik bo'yicha imtiyozli kreditning eng ko'p miqdori 1,5 karra ko'payib 50 million so'mga yetkaziladi. Bunda import qilingan va sertifikatli naslli chorva uchun 100 million so'mgacha kredit beriladi. Uy mehmonxona, kichik hajmli muzlatgich, mahsulotni saqlash va qayta ishlash mini texnologiyasi uchun 150 million so'm garovsiz kredit ajratiladi. Chegara va anklav hududda joylashgan 562 ta mahalladagi tadbirkorlik loyihalarining kredit miqdori 1 milliard so'mgacha oshiriladi. Buning uchun joriy yilda oilaviy tadbirkorlik dasturlariga reja qilingan 3.6 trillion so'mga qo'shimcha yana 2 trillion so'm resurs yo'naltirilishi belgilandi. Mahallalar ixtisoslashuvini chuqurlashtirish uchun bu yil banklar 17 trillion so'mlik kredit ajratadi. Bu jarayonda mahsulot yetishtirishga olingan kreditning 4%, uni qayta ishlash loyihasida esa 6% qoplab beriladi. Hokim yordamchilari tashabbuskorlarni topib, mahallada mikro va kichik loyihalarni amalga oshirishni ancha o'rgandi, tajriba orttirdi. Endi ular o'zi mas'ul bo'lgan mahalladagi ishini loyihaviy yondashuv asosida tashkil qilishga o'tadi, dedi davlatimiz rahbari. Hokim yordamchilarini loyihaviy yondashuv asosida ishlashga o'qitish tizimi yo'lga qo'yilib, buni og'ir mahallalardan boshlash topshirildi. Har bir tuman kesimida loyihaviy yondashuv asosida amalga oshiriladigan loyihalar portfeli shakllantiriladi. Og'ir mahallalardagi bo'sh yerlar va davlat obyektlarining boshlang'ich narxini 2-3 karra pasaytirib, sotuvga chiqarish yo'lga qo'yiladi. Ish o'rni va daromadni ko'paytirish bo'yicha eng yaxshi natija ko'rsatgan 100 ta og'ir mahallaga 1 milliard so'mdan mablag' beriladi. Ushbu mahallalardagi hokim yordamchilari Xitoy, Turkiya, Koreya, Malayziya kabi davlatlarga 1 oylik malaka oshirish kurslariga yuboriladi. Mahalla yettiligi samarasini oshirish bo'yicha poytaxtda yo'lga qo'yilgan tajriba endi barcha tuman va shaharlarda ham tatbiq etilishi belgilandi. Bundan buyon hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi mahalla raisi taqdimnomasi asosida tuman hokimi tomonidan lavozimga tayinlanadi va ishdan olinadi. Ta'kidlanganidek, poytaxt, viloyat markazlari va yirik tuman shaharlardagi jozibador biznes muhiti barqaror tadbirkorlar sinfining shakllanishiga xizmat qilmoqda. Masalan, respublikadagi jami sanoatning 62%, xizmatlarning 57%, tadbirkorlik salohiyati yuqori 50 ta tuman shaharga to'g'ri keladi. 3 yil oldin ushbu tumanlarda mahalliy byudjetning qo'shimcha daromadi jami 875 milliard so'm bo'lgan. Endi esa ularga 8,5 barobar ko'p,
ya'ni 7 trillion 400 milliard so'm qo'shimcha mablag' tushadi. Shu bois 50 ta tuman hokimi imkoniyatni ishga solib, infratuzilmani yaxshilash orqali daromadni ko'paytirish bo'yicha qattiq ishlashi shartligi ko'rsatib o'tildi. Bu borada poytaxtdagi 12 ta tumanda biznes reja ishlab chiqilib, byudjetga yana 5,5 trillion so'mlik tushum manbasi aniqlandi. Masalan, Olmazor tumanida joriy yil mahalliy byudjetga qo'shimcha 525 milliard so'm kelib tushishi kutilmoqda. Xususan, Kaykovuz kanalining 2 kilometr qismi eski shahar hududidagi 8 ta mahalladan o'tgan. Endi ushbu 8 ta mahalladagi hokim yordamchilari bitta loyiha guruhiga birlashib, yaxlit konsepsiya asosida kanal bo'yida savdo, servis va dam olish infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ishlaydi. Xuddi shu tartibda turizm, ta'lim, tibbiy xizmatlar, renovatsiya, ko'l bo'yi, gavjum ko'chalar kabi yo'nalishlarda ham hokim yordamchilardan iborat loyiha guruhlari tashkil qilinadi. Shuningdek, davlatimiz rahbari videoselektor yig'ilishi davomida yana bir muhim masalaga to'xtaldi. Ta'kidlanganidek, butun respublikada aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha katta tadbir boshlangan. Hozirgacha jami 7 million 613 ming xonadondan 4 million 776 mingi ro'yxatdan o'tdi. Lekin bu boradagi ishlar Toshkent shahri, Farg'ona, Surxondaryo, Buxoro, Toshkent viloyatida sekin kechmoqda. Bunday muhim tadbir 37 yil ichida birinchi marta o'tkazilyapti. Ro'yxatga olish har bir mahalla, har bir oilaning real hayotini aniqlash, kelgusi rejalarni shunga qarab belgilash, eng asosiysi aholi turmush farovonligini oshirishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi, dedi davlatimiz rahbari va barcha yurtdoshlarimizni ro'yxatga olishda faol ishtirok etishga chaqirdi. Video selektor yig'ilishida so'zga chiqqan vazirlik va sohaviy idoralar rahbarlari, viloyat va tuman hokimlari, mahalla raislari hamda hokim yordamchilari davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar tizimli va kompleks xususiyatga ega ekanini ta'kidladilar. Qayd etilganidek, ushbu tashabbuslar kambag'allikni qisqartirish, aholining barqaror bandligini ta'minlash, xonadonlar daromadlarini oshirish va mahallalarda hayot sifatini yaxshilashga bevosita xizmat qiladi. Ta'kidlanganidek, infratuzilma va energiya ta'minotiga yirik investitsiyalar kiritishdan tortib, mahallalarni ixtisoslashtirish, yashil yechimlarni joriy etish, imtiyozli moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish va joylarda loyiha asosida ishlashga o'tishga qadar bo'lgan chora-tadbirlar, avvalo, og'ir tuman va mahallalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Yig'ilish qatnashchilari belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning hal qiluvchi sharti sifatida har bir rahbarning shaxsiy javobgarligini alohida ta'kidladilar. Vazir va hokimdan tortib, hokim yordamchisi va mahalla raisigacha. Endi faoliyat samaradorligi formal ko'rsatkichlar bilan emas, balki mahallalardagi aniq o'zgarishlar, yaratilgan ish o'rinlari, aholi daromadlarining o'sishi, muhtoj oilalar sonining qisqarishi va infratuzilmaning yaxshilanishi bilan baholanishi qayd etildi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sizlar yaratib bergan sharoitlardan, imkoniyatlardan foydalanadigan bo'lsak, hech qanday og'irdigan so'zga hojat qolmaydi. Hurmatli prezident, tumanimizning markazi umuman bozor bo'lmagan. Istirohat bog' Furqatlilarni yillar davomida orzusi edi. Hozir bevosita rahbarligingizda tumanimizda Do'stlik City Mall qurilishi boshlandi. Qurilish jarayonini o'zida Furqatlilar juda ko'pchilik ish bilan ta'minlandi. Bu Do'stlik City Mall kompleksimiz o'z ichiga istirohat bog'i, parkovka, mehmonxona shu narsalarni olgan. Jarayonni o'zidan Furqatlilar sizdan juda katta xursand, hurmatli prezident. Tekstil yo'nalishida 500 ta ish o'rniga ega Furqat Intex korxonamiz o'z faoliyatini boshladi. Bu yilda o'zida mana shu korxonamizni o'zidan 100 milliard hajmda sanoat mahsulot ishlab chiqarish kutyapmiz. Hurmatli prezident, ruxsat bersangiz bitta raqamga to'xtalmoqchi edim. 2017-yilda tumanimizda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 100 milliard so'mga ham yetmagan. Hozir 25-yil yakuni bo'yicha ushbu ko'rsatkich 880 milliard so'mlik sanoat mahsulotlar ishlab chiqarildi. 26-yilga 1 trillion 200 milliard so'mlik rejani oldik. Hurmatli prezident, G'allakor, Ingichka, Polvontosh mahallalarimizda o'zi aholida tajriba bor, qoramol boqish bo'yicha yetarli imkoniyatimiz ham bor. Hozir tumanimizda 46 chorvachilik xo'jada fermer xo'jayinlarimiz mavjud bo'lgan bo'lsa, 3 ta chorvachilik klaster tashkil etdik. Hozir turkiyalik hamkorlarimiz 12 million dollarlik loyiha ustida ishlayapmiz. Dastlabki kelishuvlarga erishdik. Mana shu loyihaning o'zida hurmatli prezident 1100 ta ish o'rni yaratiladi. Qolgan mebelchilik yo'nalishimiz bo'yicha ham hurmatli prezident eski Eshon, To'rg'oy, Katta Yangi mahallalarimizda ham imkoniyatimiz bor. O'sha hududda Eshon mebelchilik sanoat zonasini joriy qilganmiz. Shu sanoat zonani joriy qilinishini o'zi hududda chuqur ixtisoslashuviga sabab bo'ldi. Buning natijasida yana soha rivojlanib 300 dan ortiq ish o'rni yaratildi.
qo'shimcha 40-45 milliardga san'at ham qo'shyapti. Mana shu hududlarimizda o'zi. Tumanimiz markazidan kesib o'tgan A376 Qo'qon Jizzax xalqaro yo'li bor. Bundan bir kunda 7-8 avtotransport vositasi harakati kuzatiladi. Bundan qo'shni davlatlar fuqarolar ham foydalanishadi. Hozir aytganim Do'stlik City Mall majmuamiz ham xuddi shu yo'lga joylashganligi bu yo'limizdan yana ham salohiyatini oshirdi. Biz hisob-kitob ko'rdik. Mana shu yo'l bo'yi xizmatlarni foydalanishni o'zida ham yana mina ortiq ishlarni yaratsak bo'lar ekan. Bunun natijasida 1,5-2 milliard yana byudjetga qo'shimcha to'lov amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir yo'nalishimiz, hurmatli prezident, tibbiyot klasteri tashkil etish bo'yicha hozir 25 million dollar Turkiya bilan birga ishlayapmiz bu yo'nalishda ham. Buni boshlashimiz sabab qo'shni davlatlardagi tibbiyot yo'nalishiga bizga kelayotgan talab, oqimning kuchliligi. Turkiyalarni ishlayapmiz. Bir yilda 8,000-9,000 nafar fuqaroga xizmat qiladigan katta ko'p tarmoqli poliklinika qurilishi dastlab kelishga erishdik. Joyimiz hamma yo'g'imiz yetarli, o'zingiz hammasini yechib bergansiz. Boshlaymiz buni ham, hurmatli prezident. Hozirgi yig'ilishdan o'zimga xulosa oldim. Sizga va'da beraman. Kambag'allikdan, ishsizlikda ham teng yarmiga pastlatishga, 10 ta mahallani kamida xoli issiqda xoli hudga aylantirishga va'da beraman, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Mana kecha biz Davosda katta bir yig'inda mana sizni ishtirok etishingiz va u yerdagi imzolangan hujjatlar va sizni mana shu yerdagi shu ulug' katta bir davlat orasidagi obro'yingiz, ochiqini aytganda butun O'zbekiston xalqini g'ururlantirgan, faxrlantirgan, to'g'ri bizni Farg'onadagi xalqimiz ham juda ham bir g'ururga, juda ham bir xursandchilik va faxrlanib mana kecha kuzatdik, hurmatli prezident. Dunyoda shunchalik katta qaltis vaziyat bo'lishiga qaramasdan, lekin bizga hamma sharoit qilib beryapsiz. Mana murojaatnomaga asosan mana o'zga qaror chiqdi, 387 sonli qaror. O'zingiz mana ta'kidlab o'tdingiz, Farg'ona viloyatiga 517 milliard pul qolyapti bu yil ekan mahalliy byudjetga. Bu misli ko'rilmagan mablag', mana har bir hududimiz, har bir tumanimiz, eng og'ir so'x tumanimiz desak ham, bir yilda ularga 14-15 milliard o'ziga sof ishlatish uchun mablag' qolyapti. Yoki mana o'zingiz aytdingiz, 20 trillion so'm infratuzilmaga, mahallaga, og'ir tumanlarga 12 trillion berilishi, bu hammasi bejiz emas. Bu pullar osonlikcha topilayotganligi yo'q. O'zingiz ham qayta ta'kidladingiz. Bu faqat bizga katta bir kuch-quvvat beryapti. Bu ajratadigan mablag'laringiz juda katta motivatsiya beryapti, imkoniyat beryapti, sharoit beryapti. Mana shu siz ajratib bergan mablag'lar ta'siri qanaqa bo'ldi degan savolga men bir ikkita raqamni aytsam, hurmatli prezident. Mana bizga o'sha yangi O'zbekiston qiyofasiga kiritilgan mana 4 ta tumanimiz bor. Oldin mana ikkitasini dastlab ish boshlaganmiz, Marg'ilon shahar va Quvada. Siz mana Marg'ilon shahar va Quvaga 100 milliard pul berdingiz, hurmatli prezident. Lekin Marg'ilon shaharda shunchalik mana effekt berdiki, shu 100 milliardga biz qilib bergan infratuzilmasi va shu o'sish nuqtalariga topib to'g'ri sarflashimiz hisobiga, hurmatli prezident, mahalliy tadbirkorlarni sarflayotgan mablag'i shu yaratilgan imkoniyatdan, sharoitdan kelib chiqib, sanoatga, xizmat ko'rsatishga, turizmga, boshqa yo'nalishdagi 1 trillionga yaqinlashib 9 milliarddan oshdi, hurmatli prezident, mahalliy tadbirkorlar kiritayotgan puli. Mana qariyb 9 barobardan oshdiki, shu mahalliy tadbirkorlar siz mana shu yo'nalishni qilib berdingiz, sharoit qilib berdingiz, infratuzilma qilib berdingiz. Shuncha mablag', demak, tadbirkorlar o'zining mablag'ini kirityapti, banklar yordam beryapti, hokazo. Yoki mana Quvada 450 milliard shu Quvani o'zidagi tadbirkorlar shu 100 milliardni mana siz berdingiz, juda katta hozir ishlar bo'lyapti. Shuni yoniga qo'shilib 450 milliard o'zining mablag'ini kirityapti. Marg'ilonga undan tashqari 200 million dollarlik mana shu biz ajratilgan hududlarni o'ziga xorijiy investorlar yerlarni olib o'sha yerda loyihalarni qilib qaysi biri ishni boshlayapti. Quvada 160 million dollarlik, demak, xorijiy sarmoyadorlar shu turli xil davlatlardan kelgan, demak, yerlarni olib shu yaratilgan imkoniyatdan kelib chiqib ishini boshlayapti. Men bu bilan nima demoqchiman, hurmatli prezident? Mana siz bergan mana shu pullarni qanchalik bugun ahamiyati yuqori ekanligini va shu hududni rivojlantirishga, aholi ish bilan ta'minlashga, kambag'allikdan chiqarishga, hududni byudjetini mustahkamlashga, iqtisodiy salohiyatini oshirishga, xalqimiz siz aytgan rozi rizo qilib daromadini oshirishga qanchalik samaradorligi yuqori bo'layotganligini, hurmatli prezident, ushbu raqamlar bilan aytib o'tmoqchiman. Viloyatimizga mana shu belgilab bergan rejalaringiz, bu yilga mana katta yangi marralarni olyapmiz, 600 ming ish o'rini yaratish va siz aytganda 2,5% ga bemalol uchun bizning viloyatda imkoniyat bor. Kambag'allik darajamiz mana 806 edi yil boshida. Hozirgi kunda, hurmatli prezident, mana 4% ga tushirdik va buni ham 2,16% ga tushirish bo'yicha hamma imkoniyatlarimiz va sharoitlarimiz yetarli, hurmatli prezident. So'zsiz hamma bergan topshiriqlar ijrosini ta'minlaymiz. Hurmatli prezident, hozir ma'ruzangizda biz dehqonobodliklarga 241 milliard mablag' ajratdingiz. Bu biz uchun albatta tarixiy kun. Bugun
Hurmatli prezident, o'zingiz yaxshi bilasiz, Dehqonobod tumani viloyat markazidan 100 kilometr uzoqlikda joylashgan. To'g'risi, tumanimiz og'ir tuman bo'lsa-da, lekin ishga solinmagan imkoniyatlarimiz juda ham ko'p. Buni siz tomonidan yuborgan ishchi guruh Samarqand tajribasi asosida solishtirma ustunlik aniqlab 51 ta mahallamizni ixtisoslashuvi, geografik joylashuvi kelib chiqishidan hisob-kitob qilib, aniq qo'limizga yo'nalishlarni belgilab berdi. Mahallalar tarqoq joylashganligi sababli to'g'risi urbanizatsiya darajamiz ham juda past 20% ga yetmaydi. Hozirda 20 gektar maydonda Yangi O'zbekiston massivi, yangi tibbiyot birlashmamizni o'sha qurilishiga mablag' ajratdik. Bundan tashqari zamonaviy ekobozor va madaniyat markazi qurilyapti. Hurmatli prezident, juda ham katta ustunlik bor. Aynan o'zingiz qaroringiz bilan joriy yil fevral oyida yana 39 gektar, shu 20 gektarga tutash joyda master reja qilishimizga ruxsat berdingiz. Bu ham 15 ta xizmat yo'nalishini o'zini ichiga qamrab oladi. Mana bugun men hurmatli prezident sizni ishontirib aytaman, ana shu 59 gektar master reja bo'layotgan joyda Yangi O'zbekiston Dehqonobodda bir boshqacha qiyofaga kiradi, hurmatli prezident. Buning uchun ham alohida xalqimiz nomidan sizga katta rahmat aytaman. Sanoatni rivojlantirmasdan barqaror iqtisodiyot bo'lmaydi. Bu bo'yicha ham 7 ta loyiham bor. Uni ham so'zsiz amalga oshiraman. 22 ta mahallamda endi ixtisoslashuv bo'yicha bugun 1400 gektar kavrak yetishtirilyapti. 12 tasida chuqur ixtisoslashuv bor. Hurmatli prezident, shu o'tgan 25-yil noyabr oyida tadbirkorimiz buni sanoat usulida o'sha qayta qo'shilgan qiymat yaratish maqsadida Yevropa davlatiga eksport qildi. Birgina shundan 26-yilda 1 million dollar, umumiy kavrakdan 10 million dollar eksport qilaman. Hurmatli prezident, 11 ming gektar bugun kavrak maydonlarimiz mavjud. Hurmatli prezident, Oqrobod degan mahalla fuqarolar yig'inim bor. O'sha katta M39 trassasini ustidan ichkariga 12 kilometr kiradi. 1000 gektar o'sha eski bog'lar bor. Hozir 200 gektar o'sha foydalanmasdan turibdi. Buni ham o'sha juda ham bir chiroyli maskanga aylantirsam bo'ladi. Bu bo'yicha ham agrostar bilan ish olib boryapman. Mutaxassislari ko'rdi. Uni eng katta ustunlik tarafi iyun oyida ham yomg'ir yog'adi, hurmatli prezident. Dengiz sathidan 1923 metr balandlikda joylashgan lalmi bog'. Bu bo'yicha ham sanoatlashgan olma, olxo'ri va boshqa mevalarni tashkil qilib, turizmni ham bemalol tashkil qila olaman, hurmatli prezident. Hurmatli prezident, bugungi yig'ilishda berayotgan imkoniyatlaringiz yana menga qo'shimcha 983 gektar yerga suv chiqarish imkoniyatini beryapti. Undan tashqari 1388 ta xonadonni tomorqa suvini yaxshilashga juda katta imkoniyat yaratib beryapti, hurmatli prezident. Hammasini qo'shib hisob kitobini oldim. Shuni ta'minlayman. Yil yakuniga qadar ishsizlik darajasini 5.1% ga, kambag'allikni 3.7% ga, 19 ta mahalla fuqarolar yig'inim bugun og'ir mahalla bo'lib turgan bo'lsa, 2 baravarga kambag'alligini qisqartiraman, hurmatli prezident. 5 ta mahallamda ishsizlik ham va'da beraman sizga, kambag'al ham bo'lmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Hurmatli prezident, haqiqatan ham mana shu oxirgi yillarda aholini daromadli qilish, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha o'zingiz har bir yo'nalishni tushuntirib, moliyaviy manbasi bilan tashkil qilib beryapsiz. Undan tashqari bu tizimni sifatli ekspluatatsiyasi uchun yana qo'shimcha bo'linmalarni ham tashkil qilib beryapsiz, muhtaram prezident. Ayniqsa mana master planlar bilan ishlash, tomorqa suv markazlari, undan tashqari ijara yerlar direksiyasi, bu hammasi mana shu bugungi kunda olib borayotgan islohotlarimiz joylarda sifatli ijrosiga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazyapti. Hurmatli prezident, mana bir yilgina 2025-yilda o'ziga 14 trillion mablag' kirib keldi. Bu siz ajratib bergan mablag'lar, bank resurslari kirib keldi va albatta hammasi demak mana shu xalqimizni tadbirkorlik muhitini yaxshilashga xizmat qilyapti. Hududda tadbirkorlarimiz soni ko'payganligini mana shu kreditlar imtiyozli resurslardan ham ko'rishimiz mumkin. O'tgan yillarga nisbatan 2 baravar ko'p resurslar bugun safarbar qilindi, muhtaram prezident. Bundan tashqari, muhtaram prezident, o'sha siz ajratib berayotgan mablag'lar 52 ta driver yo'nalishiga birgina o'sha 2025-yilda 120 milliard so'm mablag' berdi. Bu ham albatta o'sha subyektlarimizni faoliyatini kengaytirishga, yangi subyektlarni tashkil etilishiga va aholining kayfiyatiga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazib, birgina driverni o'zidan 1000 dan ortiq yangi subyektlarimiz barpo etildi. Yoki suv masalasi, muhtaram prezident, infratuzilma og'ir bo'lgan hududlarimizda 85 ta mahallamizga 298 milliard so'm mablag' berdi. Va buni ham aytishimiz kerak, mana shu
suv ta'minoti yaxshilanganligidan umuman xalqimiz minnatdorligi hissi sifatida o'zlarining mablag'laridan 2000 kilovat quyosh panellarini o'rnatdilar muhtaram prezident. Mana 2026-yilga ham hozir qariyb 15 trillion mablag' o'zlashtirish kutilyapti. Bu ham o'z bergan mablag'lar. Men bitta alohida jihat uchun minnatdorchilik ham bildiraman va buni ijobiy natijasini ham aytmoqchiman. Qashqadaryo viloyatiga ikkita qaroringiz bilan 176 million dollarlik Islom taraqqiyot banki va Osiyo taraqqiyot bankining mablag'lari o'zlashtirilyapti. Qishloq joylarni rivojlantirish bo'yicha 6 ta tumanimizda 45 ta mahallasi tanlab olinib, 206 ta loyiha 886 milliard so'mlik loyiha amalga oshirilyapti. Loyihaviy ishlar yakunlandi, quruvchilar aniq bo'ldi, qurilish ishlari boshlandi muhtaram prezident. Birgina o'sha mana Dehqonobod tumanida Oydin yo'l mahallasiga kecha ham borib keldik. O'sha Oydin yo'l mahallasida qiynab kelayotgan 10 kilometr asfalt yo'li, bitta maktabgacha ta'lim, piyodalar yo'lagi, hammasi mana bitta haligi mahallada shuncha mablag' konsentratsiya qilinib, ijtimoiy soha obyektlari barpo qilinyapti. Albatta bu ham o'sha tumanni aholisining kayfiyatiga, hududni va o'z navbatida o'sha kambag'allikdan chiqarishga turtki beradi. Va mana shu yaratib berilgan imkoniyatlar natijasi bo'yicha muhtaram prezident yil yakuniga qadar kambag'allik darajasini 2 karraga tushirish, ya'ni 3% gacha tushirish masalasini va ishsizlik darajasini 4% ga tushirish bo'yicha amaliy ishlarni hal qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Men Baliq tumani Qumtepa mahallasi hokim yordamchisi Ismoil Hamidullo bo'laman. Hurmatli prezident, bizning mahallada ko'p oilalarimiz gulchilik bilan shug'ullanadi. Misol uchun mahallamiz fuqarosi tadbirkor Xo'jam Botirjon aka atirgul ko'chatlarini yetishtirib, bugungi kunda 10 gektar yer maydonida hamda mahallaning aholisini 150 dan ortiq xonadonlarda, tomorqalarda atirgul ko'chatlari yetishtirilyapti hamda tashqi va ichki bozorlarga yetkazib berilmoqda. Hozirgi kunga kelib shu tadbirkorning o'zida salkam 100 nafarga yaqin doimiy ishchi xodimlari hamda 300 nafarga yaqin mavsumiy ishchi xodimlar ishlaydi. Fuqarolarimiz har oyda mavsumiy ishni o'zida 10 million so'mdan 15 million so'mgacha daromad topadi. O'tgan yil davomida shu tadbirkorlarimiz tomonidan Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlariga 2 million dollarlik atirgulchilarni eksport qilganmiz. Mahallamiz tuman bo'yicha hozirgi kunda eksportyor mahallalarga hisobida aylandi. Tadbirkor bilan hamkorlikda lider bo'lib, qo'shimchasiga yonimdagi 3 ta mahallani shu gulchilik sohasiga ixtisoslashtirmoqchiman. Bugungi yig'ilishda katta imkoniyatlar beryapsiz. 2025-yil boshiga kambag'allik daraja mahallamda 7.3% tashkil qilgan bo'lsa, ishsizligim 6% edi. 2026-yilda boshiga kelib, kambag'allik darajam 1.5%, ishsizlik darajam 4% tashkil qilmoqda hozirgi kunda. Meni bir orzuyim bor edi. Xudo xolasa shu davlatda oylik olib ishlayapman. Tomonidan berilayotgan ishonchlarni hammasini oqlayman. 2026-yilda mahallamda kambag'allikdan xoli, ishsizlikdan xoli hududga aylantirishga va'da beraman. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Men Eshmirzayev Akbarali Abdujabborovich 2024-yil sentyabrdan buyon Sho'rchi tumani hokimi vazifasida ishlab kelmoqdaman. So'zimning avvalida hurmatli prezident ruxsat bersangiz, sizga tumanimiz ahli nomidan chin dildan chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizning birgina 2024-yil 30-yanvar kunidagi PQ47-sonli qaroringizga muvofiq o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish davlat dasturi doirasida bizning tumanimizga 15,5 million AQSh dollar miqdorida mablag'lar ajratildi. Hurmatli prezident, bundan odamlarning kayfiyati ham keskin ko'tarilganini aytishimiz kerak. Tumanimizga yangi O'zbekistonning qiyofasi, nafasi kirib keldi desak, juda ham o'rinli bo'ladi. Hurmatli prezident, o'tgan yil boshida kambag'allik darajasi tumanimizda 8,5% ni tashkil etgan bo'lsa, yil oxirigacha 4,5% ga tushirish topshirig'ini olganmiz sizdan. Bizga bergan imkoniyatlaringiz, sharoitlaringizdan kelib chiqib, buni 2,8% ga tushirishga erishdik. Birgina misol aytmoqchiman, ruxsat bersangiz, hurmatli prezident, ko'plab mahallasi bor bizda. Shu mahallada yashovchi fuqaro Xolmat Sherzodni o'zidan chiqqan tashabbusga doir mana shu hokim yordamchisi 33 million kredit mablag'larini ajratib berdi. Balandchilikni tashkil etish uchun issiqxona qurilishi uchun. Xolmat Sherzod o'zining xonadonida 4 sotixda xuddi shu issiqxonani tashkil qildi. O'zimizda banan yetishtiriladi desa, menga ham bir g'ayrioddiy tuyulgan. To'g'risi mana shu bananni mana shu turi xuddi bizning sharoitimiz uchun, bizning iqlimimiz uchun yaratilganga o'xshaydi. Buni yetishtirish uchun juda katta mehnat, bilim, tajriba, xarajat
talab etilmas ekan, umuman bananga na kasallik ham tushmas ekan, bunga hasharot ham kelmas ekan. Eng muhimi juda kam xarajat bilan ko'p daromad olish imkoniyati bor ekan. O'rtacha 9 oy, 10 oyda banan ko'chati hosil berib boshlaydi. Undan keyin u hosil berish prosessi to'xtamas ekan. Bir yilda kamida 3 marta hosil olinyapti hozir shu yerda. Bir marta hosilida 25 kilodan 30 kilogacha, ya'ni o'sha bir boshida. Issiqxonani o'zida 30 ming so'mdan olib ketiladi. Bir sotqida bir yil davomida 3 marta hosilda 25 dona banan ko'chatidan 2 tonna o'rtacha hosil olinadi. Bu 30 mingdan hisoblaganda bir sotqdan bir yilda 60 million daromad degani. Hozir qo'shni mahallalar, qo'shni tumanlardan ham juda ko'plab odamlarimiz kelib o'rganyapti, banan qilishda istagini bildiryapti. Hozir o'zini mahallasida 50 dan ziyod xonadonda o'zi bosh bo'lib banan ko'chatlarini ham o'zi yetkazib berib, ekib, o'rgatib buni tashkil qildi. O'sha mahalla hududida 7 gektar yer maydonida hozir issiqxona tashkil etishni boshlab yubordik. Qurilishlarini qisqa muddatlarda buni yakunlaymiz. Shu 7 gektarning o'zida hurmatli prezident 17 ming tup banan ko'chatlari ekiladi yaqinda. Bu bir yilga 1,5 ming tonna hosil degani. Tahlil qildik, hurmatli prezident. Birgina 25-yilda o'zida bizning viloyatimizga 13 ming tonna 5 million dollarlik banan import qilingan ekan. Mana shu tadbirkorimizni qilgan ishi bizni shu ko'zimizni ochdik desa ham to'g'ri bo'ladi. Biz o'zi bananni sotib olib yeydigan emas, uni yetishtiradigan, sotadigan iqlimda, sharoitda, hududda yashayotgan ekanmiz. Hurmatli prezident, men sizga va'da beraman, mana hozir ham qancha imtiyozlar, imkoniyatlar, resurslar, sharoitlar berdingiz. Hamma sharoitlarimizni to'g'rilab bergansiz, vakolatlarimizni ham kengaytirib berdingiz. Hurmatli prezident, bularning hammasidan foydalangan holda yil oxirigacha tumanimizda kambag'allik darajasini mana shu 2.8% dan 1,5% ga pastga tushiramiz. Ishsizlik darajasini 2% dan pastga tushiramiz, hurmatli prezident. Barcha topshiriqlaringiz to'liq bajariladi. Ayni vaqtda tumanimiz 4-toifada turibdi. Oldimizga maqsad qilamiz. Hamma sharoitlardan, imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yil yakuniga qadar 2-toifalar qatoriga olib chiqishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Qayd etilganidek, belgilangan vazifalar barcha darajadagi rahbarlardan intizom, tashabbuskorlik va odamlar muammolarini hal etishda shaxsiy ishtirokni talab etishi ta'kidlandi. Mavjud resurslar, dasturlar va yechimlar ulardan maqsadli va samarali foydalanish uchun alohida javobgarlik yuklashini, eng asosiy mezon esa har bir mahallada fuqarolar yashash sharoitining yaxshilanishi ekani ta'kidlab o'tildi. Chaqaloq ovozi, garchi u yig'i bo'lsa-da, dunyodagi eng yoqimli ovoz. Chunki bir insonni dunyoga kelishi nafaqat uning oilasi uchun yangilik, balki jamiyat uchun ham katta mas'uliyatdir. Uzoq yillar markazdan tortib chekka hududlardagi tug'ruqxonalarning ahvoli hamin qadar ekanligi hech kimga sir emasdi. Boz ustiga eskini yamab esing ketar deganlaridek, bo'yoq qilinaverganidan dag'allashib ketgan eshiklar va derazalar yaxshi yopilmasdi. Almisoqdan qolgan jihozlar haqida gapirmasam ham hamma biladi. Ular deyarli samara bermasdi. Ko'p hollarda ana shunday sharoitda ayollarimizning ko'zi yorgan. Davlat tibbiyot xizmatlarining ko'p qismi tekin deb hisoblansa-da, amalda ko'pincha odamlar rasman bo'lmagan to'lovlarni to'lashga majbur bo'lardi. Ayniqsa bu aholining kambag'al qismiga ortiqcha muammolarni keltirib chiqarardi. Xullas, jarayonni takomillashtirish zarurligiga ortiqcha izoh qolmagandi. Shu ma'noda 2017-yilda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev yurtimizda xususiy tibbiyot sektorini rivojlantirish bo'yicha farmonni imzoladi. Bu farmonda aks etgan yangi g'oyalar va qarashlar o'z o'rnida u mumkin emas, bu mumkin emas degan qotib ketgan tushunchalarni parchalab, sohaga yangi qon, yangi shiddat olib kirdi. Natija qanday bo'ldi degan savolga javob beradigan bo'lsak, Toshkent shahri va barcha viloyatlarda, chekka tumanlarda ham imkoniyati bir-biridan keng bo'lgan xususiy klinikalar foydalanishga topshirildi. Ulardan biri poytaxtimizning Olmazor tumanidagi Sinomed xususiy ko'p tarmoqli tibbiyot markazidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurgan navbatdagi obyekt aynan mana shu maskan bo'ldi. Bu klinika qaysi jihati bilan ajralib turadiki, prezidentimiz uni faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Eng e'tiborlisi, bu yerda ayolga onalik baxtini his qilishiga kompleks qulaylik yaratishni qamrab olgan noyob loyiha amalga oshirildi. Mazkur loyiha shunisi bilan muhimki, uning doirasida ayol homilador bo'lishi bilan
9 oy mutaxassislar nazoratida bo'ladi. Keyin tug'ruq ham shu maskanning o'zida amalga oshiriladi. Yana ham muhim jihati ish shu yerni o'zida tugamaydi. Endi markaz xodimlari chaqaloq uyga chiqqanidan keyin ham shifokor nazoratini olib borishadi. Hatto emlash jarayonlarini ham qamrab oladi. Mohiyati jihatdan bolaparvar, insonparvar g'oyalarni o'zida mujassam qilgan bu loyiha, uning o'ziga xos jihatlari davlatimiz rahbariga taqdim qilindi. Raqamlashtirilgan ish tizimi va zamonaviy boshqaruv, xorijiy tajriba, aholi talabini o'rganish, xizmat ko'rsatish sifati, bularning hammasi haqida taqdimotda ma'lumot berildi. Bunday qulayliklarga ega tibbiyot markazlarini hududlarda ham barpo etish taklifini berdi prezidentimiz. Chunki xalqqa yaqin tibbiyot yaratish lozim. Chunki bu yuqori sifat va xavfsiz tibbiyot g'oyasini ham o'zida qamrab olgan. Albatta, davlat rahbarining har bitta bergan fikrlari biz uchun muhim ahamiyatga ega. Bugun bizning klinikamizda o'sha bemorlarga ambulator xizmat ko'rsatishni ko'proq urg'u berish, rivojlantirish yuzasidan bergan takliflari, topshiriqlari bizga juda ham ma'qul keldi. Sababi o'zingiz ko'rganingizdek, bizning klinikamizda 40 da ambulator qabulxonalari bor. Bunda hamma yo'nalishlar bo'yicha tor soha mutaxassislari faoliyat yuritmoqda. Bu bemorlarni diagnoz qo'yishda ham, davolanishda ham tezroq jarayonlarni amalga oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga ambulator xizmatga yordam beradigan kunduzgi statsionar ham tashkil qilganmiz. Bemorlarga kunduz tez tibbiy xizmat ko'rsatish ham, statsionar tibbiy xizmat ko'rsatish ham bitta joyda amalga oshirish imkoniyatiga egamiz. Bu albatta tibbiyotni sifatini ham oshiradi, vaqtni ham ancha qisqa bo'lishini ta'minlaydi hamda tibbiy xizmatga ko'rsatilayotgan tannarxni ham ancha arzon bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan birga bugun hurmatli davlat rahbarimiz bizda o'sha onalik va bolalikni saqlash tizimini, bizning metodologiyamizni ko'rib juda xursand bo'ldilar. Homiladorlarni homilador bo'lgan kundan boshlab ularni yuritish, tug'ruq davri, tug'ruqdan keyingi ham ona, ham bola salomatligi uchun e'tibor beriladigan bir unikal tizim yaratilganligidan minnatdor bo'ldilar va o'zlarining takliflarini berdilar. Shu o'rinda solishtirish uchun bir raqamni keltirsam, 2017-yilgacha mamlakatimizda xususiy sektor tomonidan ko'rsatilgan tibbiy xizmat turlari 726 ta bo'lgan bo'lsa, bu raqam o'tgan yillar yakuni bo'yicha 2251 tadan oshgan. Bu raqamni o'zi ham qancha odamni uzog'i yaqin, og'iri yengil bo'lganligini ko'rsatadi. Aniq natijani tahlil qilsak, xususiy tibbiyot rivoji tufayli shuncha yo'nalishda raqobatbardosh muhit yuzaga keldi va yuzlab yangi ish joylari yaratildi. Misol uchun birgina shu markazni o'zida ham 450 dan ziyod aholining bandligi ta'minlandi. 1995-yildan beri faoliyat ko'rsatib kelamiz. 17-yilgacha biz bunaqa loyihalar to'g'risida o'ylab o'tirishda ham o'zi imkoniyati yo'q edi. Chunki shaxsiy firmalarga tibbiyot bo'yicha keng tarmoqda ishlashga yo'l qo'yilmasdan oldin. Bizga keng yo'l ochilib berildi. Mana hozir bugungi loyiha shuni samarasi. Odatda mana shunday loyihalarni amalga oshirishda va uni muvaffaqiyati ko'proq borib kadrlar masalasiga taqaladi. Aynan siz bu yerda mana shu juda ko'pchilik xursand bo'layotgan bu loyihani amalga oshirishda kadrlar masalasini qanaqa hal qildingiz? Kadrlar masalasida bizga chet elda tajriba o'tgan mutaxassislar, doktorlar, menejerlarni biz hozir bu yerga jalb qilganmiz. Bizni mana shu yerda ishlayotgan komandani GSI talabiga tayyorlashga kirishyapmiz. Shu bo'yicha tender e'lon qildik. Hozir biz o'sha tanladik. Hamkorni shu hozir komandani GSI ga o'qitish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Bugun biz uchun unutilmas kun bo'ldi. Prezidentimiz markazimizga tashrif buyurdilar va o'z maslahatlarini berdilar. Biz juda mamnunmiz. Loyihaning umumiy qiymati 30 million dollar bo'lib, u 7 yilda o'zini qopladi va yiliga budjetga 5.5 milliard so'm miqdordagi to'lovni amalga oshiradi. Mazkur tibbiyot markazi yiliga 4,5 ming nafarga yaqin tashrif buyuruvchini qabul qilish va xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. Xizmat sifatini oshirishda Buyuk Britaniya, Germaniya va Italiya kabi rivojlangan mamlakatlardan olib kelingan zamonaviy tibbiy uskuna va jihozlar alohida o'rin tutmoqda. Birinchi Sinometga keldim, juda xursandman. Sharoitlari hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Doktorlarimiz juda zo'r. Birinchidan Xitoyga ketmoqchi bo'ldik, lekin Sinometda sharoitni ko'rib, Sinometda qoldik, Toshkentda bo'ldik. Hozir mana shu yerda joriy qilingan jarayonlarni ko'rdik, juda ham zamonaviy hammasi. Bunda qaysi xorijiy davlatning tajribasi o'rganildi? Bu Yevropa mamlakatlari, ya'ni Avstriya, Germaniya, Turkiya, Koreya tajribasi o'rganilgan va u yerda tatbiq qilingan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan onalik bolalikka e'tibor doim bo'lgan. Shu hisobidan bu poytaxtda birinchi ochilgan xususiy tug'ruq bo'limi hisoblanadi. 70 dan ortiq ayollar bizda yotib ketishdi.
ya'ni tug'ruq bo'ldi, ham operativ, ham tabiiy tug'ruqlar. Shulardan 9tasi xorijiy fuqaro. Sharoitlar ham juda zo'r, ona bola uchun hamma sharoitlar qilingan. Shunaqa maskanlar ko'payursin, bizani xursand qiladigan. Juda ham minnatdormiz, albatta. Oldingi farzandimni tuqqanimda endi bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Shuning uchun solishtiradigan joy bo'lgani uchun mana juda mamnun qoldim, juda xursand bo'ldim. Prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Shunaqa sharoitlar yaratib berganlari uchun, ayollarni, bolalarni mana o'ylab shunaqa sharoitlar yaratib berganlari uchun rahmat aytmoqchiman. Tibbiy markaz jarrohlik bo'limlari palatalaridagi sharoitlar bilan tanishar ekan davlatimiz rahbari. Soha rivoji avvalo ona bola salomatligiga qaratilganligi. Qolaversa, bunday yangi loyihalar ularni odamlar hayotidagi ahamiyat haqida so'z yuritib, bu vatandoshlarimizni ongini, dunyo qarashini o'zgartiradi deya alohida e'tirof etdi. Biz hozir Tojikistonda o'zimizni filialimizni ochyapmiz. Qozog'iston va Qirg'izistonda ham ochishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Endi hozir misol uchun biz O'zbekistondan ko'p mamlakatlarga, Hindiston, boshqa Germaniya, boshqa joylarga odamlar chiqib, u yerda o'zlarini valyutasini tashlab kelishyapti. Biz hozir shu chet eldagi shifoxonalar bilan raqobat qiladigan muhitni O'zbekistonda yaratib, shu O'zbekistondan chiqib ketadigan valyutalarni O'zbekistonga qolishiga harakat qilyapmiz. Har doim birinchi bo'lishning alohida mas'uliyati ham bor. Toshkent shahridagi mazkur ilk xususiy tug'ruq majmuasi bir vaqtning o'zida 30 nafar ayolga xizmat ko'rsatadi. Kelgusida buni 50 nafarga yetkazish ustida ish olib borilmoqda. Shu maqsadda ko'plab mutaxassislar xorijiy davlatlarning zamonaviy tibbiy markazlarida malaka oshirib qaytishgan. Bu izlanishlar natijasida hozir mazkur klinikada har qanday turdagi jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun ham sharoit, ham ilmiy salohiyat yetarli. Hozirgina davlatimiz rahbari bilan ko'rishdim. Juda katta bir kuch, energiya oldik, motivatsiya oldik. Bu loyihani katta niyatlar bilan boshlaganmiz. Turkiyada, Dubayda, Singapurda juda ko'p bolnitsalarni ko'rib kelib, ularning konsepsiyasini ko'rib, shu yerda o'zimizda O'zbekistonda qildik. Biz shu komfortni shu yerda o'zimizda O'zbekistonda qildik. Ko'p chet elda farzandli bo'lib kelganlar bizda farzandli bo'lib, xuddi chet elga o'xshagan sharoitlarni qilsalar deb juda ham xursand. Prezidentimiz bilan gaplashganda, ular tug'ruqda, homiladorlik davrida juda katta e'tibor berish kerak. Homiladorlik davri ayollarimizda o'zini vaqtida ko'rikdan o'tib tursa sog'lom farzand tug'iladi. Aynan shu davrda juda katta e'tibor berish kerak. Shularni ham rahbarimiz gapirdilar. Biz bu narsadan shunaqa xursand bo'ldik. Shunaqa ayollarga bo'lgan hurmatlarini, shunchalik ayollarga bo'lgan e'tiborlarini ko'rib juda katta kuch oldik. Avvalo, tug'ruqni to'g'ri tashkil etish lozim. Bu ayolni farzandli bo'lganidan keyin kelib chiqishi mumkin bo'lgan ko'plab kasalliklar va stresslardan himoya qiladi. Agar bu jarayondagi kamchiliklar bugun bartaraf etilmasa, keyin orttirilgan kasalliklarni davolayman deb ayolni ham puli, ham umri ketadi. Shuning uchun ham bu kechiktirib bo'lmaydigan muhim jihat ekanini alohida ta'kidladi davlatimiz rahbari. Umuman O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xususiy tibbiyotni rivojlantirish borasidagi g'oya va tashabbuslarini, natijalarini tahlil qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda O'zbekistonda 9000 dan ziyod xususiy klinikalar faoliyat ko'rsatmoqda. Bu 2017-yil bilan solishtirganda 2,5-3 barobarga ko'p demakdir. Mana shu tibbiyot sohasidagi xizmatlar, bu klinikalar faoliyat ko'rsatishi bilan O'zbekistondagi mana shu bozorni 35% ni tashkil qilmoqda. O'zbekiston 2030 strategiyasida bu raqamni 50% ga yetkazish nazarda tutilgan. Aynan shu maqsadda hozirda davlat xususiy sherikchilik asosida yana 200 ta loyihaga start berilgan. Shuncha qulayliklarning mantiqiy davomi sifatida klinikada respublikamizdagi eng katta vaksinatsiya markazi hamda yaqin qo'shni davlatlarda ham analogi bo'lmagan sterilizatsiya markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu ham havas, ham hayrat bilan qaraydigan loyiha bo'lgan. Uning ijrosi nafaqat xalqimizga qulaylik yaratdi, balki sifatli kompleks tibbiy xizmat izlagan xorijliklar qidiradigan lokatsiyaga ham aylanib bormoqda. Muhimi bu mazkur yo'nalishdagi loyihalarning so'nggisi emas.